Bizde hazır başlap keteyli. Assalamu alaikum, hürmetli ustazlar, mihmallar. Uyghur Project Fondi tarafından teşkillengen İstanbul'da 20 leksiya 2023 namlıq ilmi muhakeme yığınımızdan ikinci günüge hoş geldinler. Bugünkü programımızda tünügünküge oxşaş şekilde devam kılıdı. Ben aldı bilen yanıla kısaca kaide usullarını bir ta'kidlab ötey. Her bir sözlüğüçü 30 minut sözleydi. 30 minutun tüvelletmesi buludu, aşırısı bulmaydı. Bugünkü umumi programımız 4 katımlık oturuştan terkip tapkan. Birinci ve ikinci oturuştan keyin düştük tamak vakti buldu. Düştük tamaktan keyin yine iki oturuş buludu. İki meydan leksiya buludu. Her bir meydan, birinci meydan 3 kişiden, ikinci meydan 2 kişiden terkip tapkan buludu. Arada 15 minut sual cevap kısmımız, ondan keyin 15 minut teneppüs vaktimiz buldu. Bunundan xabaringlar bo'lib qolsin. Ondan keyin tamoq tunigunkiga o'xshash yana tushda maktabni oshxonasidan yeyiladi. U vaqtda yana yangi kelib qolganlarga nisbatan ayrim tushuncha bersak bo'ldi yoki tunigunkilar shularga deb bersak bo'ldi. Unda bo'lsa bugungi leksiyamizda programmamizni boshlab ketaylik. Bizga tunji bo'lib Muhammad Yusuf hojim bugun leksiya so'zlab berdi. Muhammad Yusuf hojimninki so'zlab beradigan leksiyasiningki temasi o'qish, o'rganish bizning chiqish yo'limizdir. Qani Muhammad Yusuf hojim, sahnaga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mürselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Hürmetlik ustazlar, hürmetlik mihmallar. Allah Teala hemenlarınki kademini mübarek kılsın. Muşu işini galbiga eriştirsin. Meniki şu sözleydiğim temam bizden çıkış yolumuz okuş ve öğreniş degan mavzuken. Hakikaten yani okuş, öğreniş bizden emas bütün insaniyetin çıkış yolu. Endi ilim her kadar bir ilim yaratquchini bilishdan boshlanadi deydi. Yani yaratquchini bilish o'qish ve öğreniş bilan bo'ldi. Qur'on Karimda shuni Alloh taolo fa'lam annahu la ilaha illalloh deydi. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q ekanligini bilgin deydi. Bilish uchun o'qish ve öğrenish kerak endi. Endi öğrenish, o'qish, öğrenish bir ixtiyor emas, bu muqarrarat ya bizga bir farz. Endi o'qish, öğrenish islom dinining yadrosi ve onun en avvalgi chaqiriqi. Yani biz dünyalık üçün, mesela dünyada galip bulup, güçlük bulup, kabil bulup, naat yaxşı yaşay desem ma ilim kerek, ahireti cennetke kerek, cennet firdevs'e kerek desem ma yani ilim kerek, dünyalıkını, ahiretini ikilisini tutay desem ma yani ilim kerek. Bunun başka yolu yok. İlim, okuştan başka yolu yok andi. Şuna Kur'an-ı Kerim'de birinci kıtın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelgen vehyi oku dep kelgende, İkra bismi rabbikellezi halakın, yaratkan Rabbinin ismiyle oku dep kelgen. Bu İslam'ın birinci perzi ibadetlerinin en aldığınkısı. Endi bir yerde oku diye vaxtıda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldıda hiçim yok diye, kitap yok, hiçim yok aldıda. Endi bu nimini bildirirdi dese, senin dininga, dünyanın üçün, üzən üçün, insaniyet üçün menfaatlik, paydalık boğan her kanda ilimni oku diyen boldu. Bunun asasen biz Kur'an okusak mı, hadis okusak mı, fiqh okusak mı, matematik okusak mı, astronomiya okusak mı, fizik okusak mı, iktisat, siyaset okusak mı, işki bir bilimli, bir tehassus bir bilimli okusak, Allah Teala'nın şu oku diyen emriye itaat kılgan bulumuzda, oku diyen emriye biz itaat kılgan bulumuz. Hem de dinimiz endi bu ilimninki her qanday ilim aş o'quning ichiga kirdi, lekin daraja farqi masalan dedik ya boshda
İlim Allah'ını bilişten başlaydı o. Birinci en perz boğan ilim, en zürür boğanı, birinci Allah'ını biliş, özümüzün dinini biliş, özümüzün kitabını biliş, onun için bizden hayatlık yollarımızını kereklik boğan ilimlerde təxəssis buluş. Endi bizde bu ilim, yani iki türlük buludu. İlim, okuş, İslam dinine perz. Perz, endi perz, namaz okuş perz oğanға okşar, zakat biriş perz oğanға okşar, rozu tutuş perz oğanға okşar, perz endi. Perz boğan ilim iki türlük bulutta. Biri Allah'ını tonuş, peygamberini tonuş, akidini ügünüş, ibadetlerini, ahlakını, halal haramını bir Müslümana gerekli boğan dini ilimini ügünüş her kanda bir Müslüman için perz eyn. Bu perz eynden başka birisi kıpkıya kutlayanmaydı. Her kanda adamın üstüki perz. Yani ikinci perz kifaye diyenimiz hem de meyli tibabet ilim olsun, matematik olsun, fizik olsun, iktisat olsun, başka qanday bir ilim sahası olsun ya tefsir hadis olsun qanday bir ilimde okup təxəssus buluş, mütəxəssis buluş bu perz kifaye. Bunun hem de bir mahalleden ya da bir toplumdan ya da bir cemaatin bir qancha kişi aşını okusa başka okumağanlardan bu günah saqıt diyen gibi. Eğer hiç kim okumasa saqıt olur, hemisi günahkar olur diyen boldu. Şu pellerini okumasa hem de. Ama Allah'ın iki kitabı var dedi ulemalar. Biri Kur'an-ı Kerim, biri kainat. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bizge yol gösteren kitap. Kainat Allah Teala'nın kudretini, güzel sanatlarını gösteriş arkalık uzun yolu başlaydıran kitap. Şuna ağzımda deydi. Bu tabii benimle şugullanğanlar Allah Teala'nın kainat diyen kitabını okuydu, şunu okumakta deydendi. Endi bu yerda ahiretlik ilim, dünyalık ilim deb 16. əsrdən keyin Müslümanların çöküşkə başlayan vaqtdan keyin mesela bizning aqidamiz buzilgan, axloqimiz buzilgan, dünya qarashimiz, din qarashlarimiz buzilgan shu chaqlarda mesela biz ibodatni masjid qilishning o'rniga xonaqaga Allah'a ibadet kılışının onluğa, evliyalara ibadet ötep ketken zamanlarda biz şunlarla ilimlerini ayırmakta dünyalık ilim, ahiretlik ilim dep. Aslında dünyalık ilim, ahiretlik ilim dep ayrılardı. Her kandak mesela Allah'ın ki muradıga hizmet kıldıgan, Allah'ın buyruğun bunun için manıdıgan ve yüzümüzge insanlığa faydalık boğan her kandak ilim, dini ilim, ahiretlik ilim biliş gerekendi. Endi Allah'ın yolunu manmaydıgan, hakanca okugan neyse tefsiri olsun, hadisi olsun, ismi dini ilim olsun, Allah'ın yolunu manmagan, Allah'ın dinine hizmet kılmaydıgan, insaniyetli, menfaatli bulmagan ilim, bu dini ilim bulamaydı da. Endi şuna ilim, İslam'ın ülgülük devrede yaşayan Müslümanlar için insaniyetke bulab, Müslümanlığa paydalık bakın, bağlılık ilimler muhimidir. Fakat ayırmayıptı olar. Hemmisiga köngül biletdi. Ular tefsir, hadis, fiqh qatarlıq ilimler köngül biliş bilen birge tibabet, matematika, astronomiya qatarlıq ma ilimlergin de köngül bilgence. Müşü Avrupa'nınki karanğılık devirlerde mesela bir ilmi keşfiyatını, bir bayqaşlarını ilan kılgan, alimlarını tehdit kılıp Çirkovlar. Şunda kılga vakitte İslam dünyasında İbn Rüşdi, Harizmi, Farabi, İbn Sina katarlıklar şu astronomiya deyimiz, fizik, coğrafya deyimiz, tarih deyimiz. Mesela şunda tabii penlerninki asaslarını silip ketken kişilerken de şu zamanlarda. Onun için biz onu varislik kılamağandıkken aldın. Onu başkalar ağan, biz şununla özümüz kuruk kol bulup, özümüz çönküp kalganda, biz özümüz kolumuzdaki baylıkını tatkızıp koygandan şuna boğanamdı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiğanlar bilen bilmeydiğanlar tan bulalamdı o deydi. Emniyette tan emez, bildiğin adamın bilmeydiğin adam herkes tan emez. Endi bir yerde Herbert Spencer degan ama şu Angliyalik psikolog ve cemiyetşunas alim 19. asırda ötken terbiye namlıq asırda deydi. Bir tancha suni ko'rgan alim, yani haqiqiy ma'lum tabiiy alimin deydi. Bir tancha suni ko'rgan alim onunki hidrogen bilan oksigendan tarkib topgan suv ekanligini biladi. Ama yuzaki ilim o'qiganidan yuzaki adam bu suv deydi. Shunga o'xshash qor damlasini, bir dona qor parchasini birden karnın bir parçasını gören bir alim, onunki Allah Teala'nın güzel sanatlarını ve kudretini körüdü, tesirini deydi. Ama yüzeki bakıdığan alim muzluğan su deydi. Herbert Spencer yani Allah Teala'nın ilim okuş, periz degen mavi emriga asasen yani
şununla okşap gitken bir sözü var da, o deydi, tabii pendilen şoğullanış ibadet deydi. Tabii pendilen şoğullanış ibadet. Bu ibadet bolğanda mı, her kandan da ağzaki ibadet demez, bu akılını, vakitini sarıp kılgandan bedeli hakiki ibadet deydi. Endi tabii pen ilimlerde yüzaki tabii pen okuğanlarda dinsizlik ruhi var deydi. Ama bunu çoğunkurlap kirgende bunu da dinsizlik ruhiden yirak buldu, insanın imanı kuşlandı deydi. Çünkü başka tabii pen okuğanken onu ki meyli biyoloji okusun, meyli fiziki okusun, meyli astronomi okusun, Allah Teala'nın en mükemmel uğurlaştığanlıkını, kudretini körgendikin, insan aşını bilgendikin, onun imanı tekini kuşlandı deydi. Şunu hazırki zamanda mesela Müslümanlarda fikir, can bakalmay kıpkan biçarılar, aşı Hristiyan nimelerninki mesela din takatçılarninki yardımı sebepli üzerine dinini taşla başka dini ketken bolsa mesela Afrikalarda iyad bir yerde ama ilim dünyası da mesela neymiş ilim dünyası da Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Kanada'da olsun, Avustralya'da olsun ilim adamları tetkik kılıp başka dinden İslam dinine kirvatkan gap yani. Akılını işitip canım şu bu din akılga hitap kıldıran ve insanlarınki akılga hürmet kıldıran bir dinde. Elde Müslümanlar İslam'ın ve Müslümanlık'ınki namını kütürüp ruhidin yirak bulup ketken esirlerde 16. esirden kin bununki şu İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd, İbn Heysem katarlık bunda alimlerini çıkargan medreseler kim terki dünyalıkını tergip kıldıran adamlarını çıkışık başlanan gette. Bu terki dünyalılar zahitliğindeki farkı var İslam'da. İslam dini zahitliği çakırdı ve terki dünyalıkını kat'i rad kıldı. Terki dünyalık bu dünyalık bizge kirek emez, bu dünyanı taşlatın, ahiret götürmez. Bu dünyanı sen bu dünyanı çın tutmuşsan ahiretlikini tutanmaysan hem de. Bu mesela bir övgü kiymek çok adam işikten kiriş gerek mesela. Denizini kiygi var. Şunu koşar sen de dünyalık üçün bu ilim kirek, ahiret üçün bu ilim kirek. Hem de bizimki hazır ülemalarımız ve ziyalilerimiz, meyli ülema olsun, meyli ziyali olsun, kanda milletin çıksın, ilim adamları, şu milletin gövherleri, şu milletin yolbaşçıları, şu milletin en kıymetli kişileri değil mi? Hem de mesela bir ülemanın ki, hakiki bir ülema buluş için, şu Kur'an'ı doğru tefsir kılış için, bu şu penni bilimlerden mi mesela malumatlar buluş gerekmen nurgun bir ilmanı Arap alimlerini bilme mesela Kur'an-ı Kerim'de zikir kılınan mesela asman cisimleri tağ derya aşı ayetlerini tefsir kılış için ben şu penni okudum dedi şu pennin münasebetli kitaplarını okup malumat aldım dedi şunda aklımıza tefsir kılamaydı avuca şunun okşaşla bizim ziyalelerimizin mesela ziyale degen kişinin ki bizden şu milletninki %100% Müslüman Uygur halkının ziyalisi boğanınki bu ziyalilarınki mu bizim dinimizin bilişi bilmegenini ürünüşü şu halkımızın mesela şu üzerindeki şu dini ahlak bilen dini yürüyüştürüşü bilen şu dini kıyafeti bilen ve şu meyli şu sakalı bilen şu kiyimleri bilen aşında yaxşı görüşkete şu çağda şu milletin ziyalisi oldu ülümamı ma pen teknikiga penge teşebbüs kılışka İntihar ve kömür bilişi gerek ziyalilamı ammışı milletninki örpü adetiga, diniga, yürüştürüşüga ve şularninki yani özelliklerine, özgeçiliklerine alaydı hürmet kılıp bilmegenlerini ügünüşke şunda boğan çağda biz bir pütüllenmeyiz de pütüllük hasıl kılınız da oylaymayalım da onun için bizim perzentlerimizde hazır perzentlerimizden bu nerede krizislerimiz çıkandı. Krizislerin en beşi de bizim yüzümüzden tilini yokutup koyuş havpige uçurayotgan mesela. Türkiye'de şunda, Saudi Arabistan'da şunda, Avrupa başka memleketlerde şunda. Bunun da bu yüzümüzden tiliga köngül biliş ilminin kişilerde tüyen boğallıktan buluşu mümkün endi. Ama az sallık kişiler, köp sallık boğumuz, az sallık kişilerden tilga intihar ve köngül bilivatkan ancak kişiler
Bakken. Çünkü bu hem berip bizdeki aşı müşküle bunun problemi ailege berip takılgan. Ailede aşı bala tuğulgandan tatı Uygurca sözlep, Uygurca gap kılıp, özümüzdeki ecdatlarımızdaki kısılarını sözlep verip, ulanın tarihini sözlep verip, özünün dinini, ahlakını, kaide usullarımızını aynı Uygurca ügütüp, başka til demez, özümüzün Uygurca ügütüp, aşında kılıp, Uygurluğun anıbalını mektepke belge vaxtıda, o mektepte kaysı tilini okusun, meyli İngilizce okusun, ya Arapça okusun, Türkçe okusun, Uygurca okuğunu, Uygurca qilib qolgan. Bu tecrübe bo'lgan ish. Endi biz bu tilni munda saqlab qolgan ajdodlarimiz, uni munda qilgan desak ham hozir, u zaman shunda zamonti. Hozirgi zamonda biz chet elda saqlab qololmaymiz. Detqali chiqishi mumkin. Shunga o'zimdan misol keltirayman. Men shu 97-yil mening cho'ng qizim 3 oylik bo'lgan vaqtida, men shu Makkada bir o'zbek bir odamning do'koniga kirib qoldim. Do'konda o'tirib choy ichib o'tirsak, küçük bir nevresi kirdi. 1. sınıfta okuyan nevri, 7 yaş mı 8 yaş mı balıda. Kirgendiği o balı şunda tatlı Özbekçe gap kıldı da. Dadaki yakışımı dep, onun şunda Özbekçe gap kıldı. Ben turup bu balımız nerede okuysam, Arap'ta mektepte okuydu, Özbekçini yakış söz etken, sözümüzü bulam da. Bizim burada prinsip var. Öy bizim memleketimiz. Her kanday bir devletlerde başka devletin konsulhanesi, devleti tunsuma konsulhanesi üzünün şu devletli tevayanız o. Üzülü tevayandı konsulhanesi var mı? Konsulhanesi. Şunu okşaş biz her bir öy ayrı bir memleket. O adamın deyince ayrı bir memleket. Muşun memleketimizde deydi. Bizim memleketimizin işi de bizge Özbekçe gap bir gerek. Ama İşten sırtı çıksın, meyli küçüde, meyli mektep, Arapça yapılan, İngilizce yapılan o üzgün işi. Lakin bizim prensibimiz, uyumumuzun işi Özbekçe gap bir işi gerek dedi de bu gibi intihar tesir kıldı. Şu tesir kılgan deken, ben şunu deken, ben ayalım bile bütüştü kendi. Bu ayalım Rusçunu yaxşı biliyordu. Ben Rusçunu ügenmekçiydim şu çağda, sözleşiş arkalı ügenmekçiydim. Kılgan deken biz öyle Uygurca yapılışayla, fakat ben desep ayalım bir toy kılgan vaxtıda ben Uygurca yapsam ama Rusça cevap verettendi. Şunu olan biz mesela kilişeyle ballarımızın üzümüzden resmi Uygurca yapıtan üzümüzün mevcutluğu milletini saklap katkan işini kılaylı deyip kiliştik. Kilişken deyken ballarım hazır mesela Uygurcunu okuydu, Uygurcunu yazıdı, Uygurcunu anlayalaydı, Uygurca gap kılalaydı. En küçük istim başka. Demek bu kılsan kılgıl bulutkan işken. Onun için o ayalımı ben ügütüp, Uygurca ügütüp, bu Saudi Arabistan radyosunda 14 yıl diktorluk kıldı. Resmi sözlüydü radyoda. Sözletken seviyeye yetti. Onun için nurguminin kitaplarının korrektörlük kısmına kadar aylanım kıldı. Vallahi ki bizde şunda bir adet boğan her cümleden ki bir sürü kahve okuyup, onun için şu Uygurca kitaplardan sıradan, katardan okuyunuz. Sen iki bet münde kılıp da anda kilikte bana muşunda menden yaxşısını kılayotgan nurgun ailelerden sözlep berdi kişiler. Yani demek kılgıl bulutkan işken o, kılgıl bulutkan, kısa bulutkan. Bu bari bir ata-anaga takıldığan işken. Üzümüzün tilini saklaş, vatanimizin süydürüş ballığa. Bu vatanimizdeki topulanlarda yani bizge okşaş mamlıqanlığı mı vallahi? Hatta nurgunuz bizim vatanını köymegen vatanına muhabbet edilsek, anam da adamın vatanıken de boşak bir muhabbet bağımdı. Ama süydürüş kançılık cık dep verip, vatanının nahiyelerden dağıtıp, yazılardan dağıtıp, hem bir nesillerini sözlep verip, ecdatlarımızdaki batırlığını sözlep verip, tarihini sözlep, vatanının bunun biz yaşayan memleket neçesi çaylık, neçesi yaxşı ikenligini dep verip, anda tekrar kılıyorsa, o ballığa vatanının muhabbeti düşürdüken, aşımdaki vatanının muhabbetini kalbine düşürmeyi durup, özümüzün tilini söyleyebilmekten. Vatanının muhabbetini onun kalbine kirgizmeyi durup, özümüzün örpü adeti, özümüzün tarihi binasındaki kızık doğulmayken. Şuna Allah hem eylende yaxşı işler muvaffak olsun, hemimizin ferzentlerini özümüzün davasında çın turduğun, özümüzün tilini, örpü adetini ve özgürçilikimizni sakladığın yaxşı evlatlarını kılsın. İnşallah tüketeyim de bak, uzun uzak etmesin. Rahmet. Muhammed Yusuf Efendi'nin kıymetli leksiyası için köpten köp rahmet. Naiti ihçam, naiti yazmalık şekilde sözlep verdi. Hakikaten ügünüş, bilim bizimki çıkış yolumuz. Ondan başka çıkış yolumuz yok. Mesela bazıda
urushmay turib Xitoydan qutulanmaymiz deymiz yoki iqtisodni kuchaymay turib Xitoydan qutulanmaymiz deymiz. Vatanimizni kuchlanmay turib ozod qilinmaymiz deymiz. Ammo oxirgi hisobda bilim o'rganmay turib ham kuchlanmaymiz. Yana shu oxirida masala biz qila oladigan, kunda az-azdan davomlashadigan o'rganishga bo'lib taqaladi. Shunga bu tema intayin muhim bir tema. Nayta qisqa, ixcham bir shaklda yuritib berganlik uchun ko'p rahmat. Endi bizga Abdujalil Turan efendim Uyg'ur Islom ensiklopediyasi tuzish haqida so'zlab berdi. Abdujalil Turan efendim sahnaga marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزيز hemşehrilerim, muhterem mühimler, 5-6 aylarda bizden Amerika'daki arkadaşlarımız burada bir yerden geçiş ve bana bir sözler bir şey teklif ettik. Erkinken de böyle, erkinken ben 5 yaş küçükken, şunda olsun, neydi yapmayın, erkinken de ne kılmadım ha? Biz Xotan'da yalnız isminden atayamayız bir adam. Erken, Mehmet'imin derneğimiz bir nime koşmasak böyleydi ahırıga. Şunun başka bir yaz koşup bakıcı erken Cemil bir yazla bakıcı erken kendisi takımı asırken de şuna dağıtıyor. Şunayım bu nimege karısam, bunun da cep mezmunlar bakken, ben bilmediğim gepler bakken, şimdi bir tane meşhur dünyadaki kitaplardan bir tane tunuştursun buldu. Niyabetini bakken, ama o dünyadaki meşhur kitaplarını tunuşturmayı ve üzerine işlevatkan bir kitabını tunuşturmayı bulamdı desem bulur dedi. Şimdi olan ben bunu tunuşturmak hazır. Bu sen ansiklopedisi diyen bir atalı var. Ansiklopedinin aynısı bütün ilimler bir cuğlangan böyle pendigen bulduken bu gayet uzundur bir işletip kirlettiler. Yunan çeken kim İngilizce'de işletirdi, Avrupa'nın bütün tilleri ensiklopediyada işletirdi. Türkiye'de ensiklopediyada işletirdi. Bu ensiklopediya gayet uzundur bir davranış kelgen dünyada ama bizde yapmagan. Fakat 80. yıllar kelgende Şinjan'da şöyle bir grup kurup bu ensiklopedisinde işleydiğine tayyorlik qilib ishni boshlab 30 betlik o'ylab nusxasini chiqib tarqatgan. Ammo uni davomlashtirmagan. Men ensiklopediyani tunji qatim Misrda bir ensiklopediya ko'rdim. U İslam ensiklopediyasi arabcha inglizcani tarjima qilgan, ammo to'liqlanmabdi ekan 15 tomliq. Yaqinda to'liqlantirdi. Shundan boshlab men bu ensiklopediyaga qiziqqan. Türkiye kelganimda artık Uygun ensiklopediyalarını topladım köyden 89 yıldan başlap Türkiye Diyanet Vakfı çıkargan 89 yıl başlap 2014 Türkiye'de 44 tomluk bu ensiklopediya. Bekledim kettim ha. Endişe. Onu topladık, onun başka tillerini tercüme kılgan ensiklopediyanı toplap, ben bir ensiklopediya tüzüp bakayım deyip 2021 yılı 300 netçibetlik bir ensiklopediya nerede almıştı bu? Yerden konu mu? Nerede söz okudu? Ha, benimki ensiklopedini çıkıp mı? Benimki ensiklopediyim ne?
Ben 2021-de kıskaça 330 neçe maddelap bir çıkmadı çıkıp kalan. Bu ensiklopediya tüzüp 220'lik binası oldu. Buna şuna çıkıp bunu kıldık. Bunun da kızık kalla oldu. Bu ben uzamın küçüğüyle uzamın imkaniyetim bilen çıkıp bunu çıkargan için ben kurultayga, dünya kurultayga bundan mükemmel takımı tulup Töbaşma saydık bir tane ensiklopediya tüzüp kurultaylarımızın neşir kılayla diyen için dolkununa ait sıcak baktı. Şundan biz hazır 2 yıl bağlı koptu. Bir ensiklopediya tüzüvatımız. Bunu aldığımızdaki yıl 4. aylarda bitirmekçi 8 ton bulduğum kendi 1-2 ton yana bazı tapılmagan nesillerini tepip tuluklaydıgan piyalavatımız 8 tonun hazır xat hesabı da 1.100.000 xat buldu. 8 tonu bölmekçi bunu. Bunu 4. ayda çıkarmakçı. Bundan da ensiklopediya ilipler tertibiyle buldu. Hem de dünyadaki ensiklopediyaların hemisi bunun karşı ilipler tertibi yergeçe 1.200'lik madde tallandı hazır. Bu artık madde yazılıp kılıp oldu. Bu ensiklopediyana kana yine ne kıldıkan yana bunu tuttukana kaç gitti. Benim mağavat ki Türkiye Diyanet Vakfı'nın ki 89'unu tartıp çıkargan ensiklopedisi 14 yılda nurgun mağavat tunca katım Mısır'da köken ensiklopedinin ki İngilizce'nin tercüme kılıngan Arapça nüsküsü. Bunun Türkçe nüsküsünde 50. yıllarda Türkiye'de tercüme kılıngan. Mağavat 40. 30. yıllarda Mısır'da yalnız bir adam yazgan 10 tomluk 20. asır ensiklopedisi kitap. Bunu yalnız bir adam yazgan Muhammed Ferit Vecdi degan. Bunu Muhammed İbn Buraz'da Şarkı Türkistan tarihini yazışta bu şekilde acayip faydalanganlıkını yazdı. Bizde ben abay degandek bulap bakmagan. Biz bunu hazır kılavatımız, işlavatımız 4. ayda bitmek için. Bunun dışında tözde 300.000 töz etrafında madde kirmekçi. Bu maddelerin içinde Uygur İslam Ansiklopedisi mağalık için Uygur tarihinde ötken Mahmut Kaşgar, Yusuf Hasacib'den tatip bugün ötken dini ilim ala, edebiyatçılar, tadqiqatçılar bulup tözün artık Uygur alemine kirdi. Ondan için bizge Uygurlarga malum ta'sir ko'rsatgan yoki kitaplar Uygurchaga tercüme qilingan İslam alimlerinden bir yüzlük adam tanlandı. Edebiyatçılardan tanlandı, İslam dünyasından. Onun başka İslam atalgıları, nikah, talak, roza, ramazan, paraz, bu degandek atalgılar bulup onun bir 300 madde bunu kıldı. İlipler tertibiyle kelgen vaxtıda bek onu buludu bu adette. Bir takdim bir bardan kümüldü ama İlipler tertibiyle bakanlık köşüne bulduyken bu ensiklopediyenin hemisinde başka bu tüyap kaldı. Estağfurullah, sabır ya. Ne kaldık ha? Ha? Ben yapalım. Ben hiç biri. Meyelerini azra aslanı bir söz diyordum. Anlaşılan. Toktama. Güzel kıymadı da. Ana mayadanca. Ese kadimi sözlükten. Yani de bulduk. Meyelerini de buldunuz mu? Dedik belki ne olsa. Bundan bilmez. Bu kek yaptı. Bunun da ben kuşun çıkıp koyduk anası paylaştı. Bir neçe yine başka 3 tane ensiklopediya var ya. Şimdi yapıyorum. O Şamil biraz kendi. Siz toplamda. Çıkıyor. Tibbi saygı münasebetlik. Garip din ensiklopediya. Resiminde gösterip şendireyle. Mağameninki bu şendirip oldu. Yugoslav ensiklopedisi. Yeni bana. Mağavat Arapça demedin tercüme kılgan ensiklopedinki Türkçe.
Mesela İBAK'a 44 tonluk ensiklopediyadan, bu ensiklopediyada, Şamil ensiklopedisinden nurgul maddelerini tercüme kılıp bu kitapka kirgizdik. Uygur ulema alimlerine arkası Uygur matbuatını özleştirip onu aldık, kirgizdik. İslamiyet'e ait dini atalgılarının şu ensiklopediya bilen bayit közetken 44 tonluk Türkiye Diyanet Okulu Ensiklopedisini elip tüzüldü. Ne oldu? Bir şey toktap kaldı. Abdülcəlil Turan Efendim'nin leksiyası için köpten köp rahmet. Hakikaten intayın muhim çoğun bir timini sözlemekçiydi. Yani sözlegen leksiyanın vakti qaraganda, mazmunu qaraganda aslında timi intayın çoğun. Hem intayın muhim bir tema. Çünkü ensiklopediya bir milletninki ilmi hayatınınki, ilmi sahasınınki qanchalik taraqqiy qilganligini ko'rsatadigan bir ko'rsatkichlardan biri. Şuna hazırgıçı dünyadımı Britanya ensiklopediyası deb Angliyaliklarninki en meşhur ensiklopediyası var. Ondan başka Fransızlarning az sondagi millatlarning bor bu. Ko'pincha cho'ng imperiya qurgan millatlar qila oladigan ishlar, chunki bakchiq ajr talab qiladi. Har bir bilimni, har bir temini shu sohaniki eng ko'zga ko'ringan mutaxassislar yozish kerak. Yani Abdülcəlil bu ishni o'zi baş bulup, başkalar bilen yardımlaşıp, hizmet işlep geçikindüz, işlep bu işlerini ro'yobga chiqaryapti. Hakikaten alqishlashga tegishli, hammamiz bir chavakchalik o'taylik, bir alqishlaylik. Çünkü bu odatdagi bir ikki parcha maqola yozishga o'xshamaydi. Shu bir ikki parcha maqolani ommani hayajonlantirib, yaxshi ko'rsatib, yozg'ili bo'ladi. Yozib Facebookga yo'llab o'tib yoki e'lon qilib o'tib yetib qolsak, ertasi nurg'un chavaklar tushib ketadi yoki nurg'un tildoshlarlar yig'ib ketadi. Ammo bu ensiklopediya tuzgan kishilarni aldirab tanqidni kelmaydi. Aldırab alqışmı kelmaydi, çünkü bu uzun mezgillik, jafolik ishlaydigan bir ish. Shu haqiqatan ajr talab qildi, alqishlashga tegishlik. Endi bizga Gulshan Abduqodir xonim so'zlab berdi. Gulshan Abduqodir xonim bizga Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi qirg'inchilik va jazo lageri adabiyoti degan temani so'zlaydi. Yana shunga o'xshash kişilerini oylandırdıgan, kıynaydıgan timide kırılatıdı. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hürmetli mehmanlar. Bugünkü sizlerden leksiyarim yuqorida Muhammed Ataullah inimiz etgan o'xshash Uyg'ur adabiyotinin kelajak temasi qirg'inchilik va jazo lageri adabiyoti degan temani bo'ldi. Dünya apredi bo'lgandan hozirga qadar dunyoni ikki narsa fatih qilib keldi. Ya'ni ikki narsa dunyoga hukmron bo'lib keldi. Buning birisi imperatorlar, qurolli kuchlar. Men aslaydim. Bu yerda faqat birlam PPT o'chiti bor ekan. Ikkisi bormi? Yordam so'rayman da qolsa. Dünyani ikki dars idora qilib keldi, ya'ni fatih qilib keldi. Birisi qurol, ikkinchisi qalam. Qurolga simbol bo'lgan, masalan, Osmanlı qatorliqlar dunyoda nurg'un imperatorliklarni qurdi. Qalam bilan dunyoni fatih qilganlardan biz Alisher Navoiyni misolga olaymiz. Men leksiyarimning keyingi qismlarida bu haqda tafsil to'xtalman. Men birinchi bo'lib Tünelindek mikrofonu yaqin kelib ekanman. Menga ko'p takliflar keldi. Bek mikrofonni yaqin so'zlab qoldingiz deb. Men jiraqroq so'zlasa anlamagandek his qildik adam, ovoz chiqmagandek. Men adabiyotningki ta'biri bilan boshlayman leksiyarimni. Adabiyot degan nima? Adabiyot degan nima degan savolga dunyodagi nurg'unlagan millatlar
o'xshamagan javoblarni berdi bugungi kunda. Tabiiyki Uyg'ur xalqi shu qirg'inchilik dunyoda hech bir millatning beshiga kelmagan ig'ir qirg'inchiliklarni tatiyotgan Uyg'ur xalqi adabiyot degan nima degan savolning javobini berishning eng haqdor kishilari deb qarayman. Adabiyotga berilgan ta'birlar 2016-yildan keyin butunlay o'zgarib ketdi deb o'ylayman. Adabiyot degan nima degan savolga qalam tavratganligi uchun jazo lagerlarining bo'sog'larida tamtirab yurgan Xolida Isroil Uyg'ur yozuvchisi. Xolida Isroil Oltin kashni yozganligi sababidan nihoyatda nurg'un azob uqubatlarni chekkan, aqlini ishlatganligi uchun, qalamlarini tavratganligi uchun, qalamlarini qalblariga va aqllariga bog'laganligi uchun Xitoydan iborat shundoq bir kuchninki intayin ig'ir qo'rilishiga uchragan Xolida Isroil bilan o'zining aql parastini ishlatib, o'zining qalbi bilan, o'zining yozganlari bilan dunyoni zilzilaga keltirib, dunyoda millioner bo'lgan J.K. Rowling xonimning adabiyotga berilgan ta'biri o'xshamaydi. J.K. Rowling xonim bilsa, Harry Potter qatorliq nurg'unlagan asarlarni yozib, hozir dunyodagi eng ko'z ko'ringan ayol yozuvchilarning biri ham ayol millionerlarning biri, millioner emas, billionerlarning biri. Agar Amerika, Kanadalarga berib qolsanglar, bu xonimning yozgan asarlarining hatto bolalar o'ynaydigan o'yinchiqlar, og'jaylamlardan tortib hammasiga kirganligini, televiziya programmalar qilib ishlatilganligini ko'rib olasizlar. Demek Xolida Isroilga nisbatan adabiyot demek tushuncha, o'y fikr, tafakkur, xiyol va qalam kuchini eng go'zal shaklda namoyon qilib berganligi sababidan turmaga yoki jazo lageriga tashlanish. Yuqoridagi bu ifodalash kuchi qancha kuchli bo'lgan sari shuncha ig'ir turmalarga tashlanishdan iborat. Dunyoning larziga solgan donglik asar Harry Potterning avtori J.K. Rowlingning tushunchasi bo'yicha aytganda, adabiyot billionerlikqa boshlab boradigan yo'l. Chunki bu yosh ayol yozuvchi aqlini, fikrini, tushuncha va o'y-xiyollarini erkin ifodalaganligi sababidan dunyodagi eng donglik billionerlar qatoriga kirdi. Bo'ldi. Endi tarixiy faktlar adabiyot degan nima degan savolga 18-asrgacha aniq bir javob berolmay kelganligini isbotlaydi. 18-asrga kelganda yozuvchi Gyotening dunyo adabiyotining parlaydigan mezgili yetib keldi degan bir jumla so'z bilan adabiyotga ta'bir berilganligini tarixiy faktlar qayd qildi. Undaqda 18-asr dunyo adabiyotga nima deb ta'bir bergan edi? His tuyg'u va xiyollarning so'z va yoziq orqali go'zal holatda anglitilish shakli adabiyot deb atildi deb adabiyotga 18-asrda shundoq bir ta'bir berilgan. Uningdan burun adabiyot diniy tus olgan adabiyot ham o'rd adabiyotlar bo'lib, diniy madiyalar, ondan keyin podshohlar madiyalaydigan o'rd shoirlari bo'lgan. 18-asrga kelganda adabiyotga asosan to'liq shundoq deb o'zining ichki dunyolarini, his tuyg'usini go'zal so'zlar bilan ifodalaydigan narsa adabiyot deb atildi deb ta'bir berilgan. Bu ta'bir Uyg'ur adabiyotiga nisbatan ancha Uyg'ur adabiyotiga nisbatan ham Uyg'urlarga nisbatan ancha bek rozi bo'lgudek ta'bir emas. Bundan keyingi asrlarda Uyg'urlar adabiyot degan nima degan savolning javobini dunyo xalqiga nihoyat yaxshi sharhlab berdi deb o'ylayman. Uyg'urlar nazarda adabiyot degan biri his tuyg'u tushunchalarini, tafakkurlarini ifodalash sababidan turmalarga tashlanganda, jazo lagerlariga tashlanganda, boshqalar qarab turish degandan iborat bo'lsa kerak.
Uyg'urlar nazarındagi adabiyot bir qizil chiroqqa kelib to'xtab qolgan kishining ishki dunyosi bo'lishi mumkin. Siz mashinani haydab qizil chiroqqa kelib to'xtab qolgan vaqtingizda yarim soatdan oshgandan keyin qanchalik stress bo'lsiz, qanchalik depressionga tushsiz, qanchalik jil bo'lsiz, hatto mashinangizni tashlab yetib piyoda minib ketganingiz keldi. Bu bir soat kutishki bo'ldi, bir kun kuta olasiz. Undan keyin bu qizil chiroq yonmaganligi uchun qandaq bir oqibatga kelib qolsiz. Hozir shu Uyg'urlar yeşil chiroqqa yaqinmaydigan, shunday bir qizil chiroqqa to'xtab qolgan kishining ishki hissiyotini hem Uyg'ur deb ataymiz, hem adabiyot deb ataymiz. Mening tushuncam. Uyg'urlar nazarındagi adabiyot yana bir qitim adabiyot degan nima degan savolga Platon hayotning ifodalanishi deb javob bergan. Ammo Uyg'urlar adabiyot degan nima degan savolga dal buning aksicha hayotning ifodalanmasligi deb javob berdi. Agar Peylasif Platon bugün hayat olgan bo'lsa, hem şu Uyg'urlarning orasida o'tlagan bo'lsa, adabiyot degan nima degan savolga birdan-bir ta'bir berguvchi millat o'zini ishki dunyosini ifodalay olmaslikning dardini, azobini chekkan Uyg'ur millatidir deb dunyolarga cho'qon solgan bo'ladi deb o'ylayman. Yani bir qitim adabiyot degan nima degan savol qo'yilsa, adabiyot degan 10,000 kishi shu İstanbulning Chamnijata biligiga chiqqan bo'lsa, onun ichidagi nurg'uni İstanbulning kechilik manzarasidan huzurlangan va xushal bo'lgan bo'lsa, shu xushallik bilan o'ylariga qaytib ketgan bo'lsa, bir qancha turkni va Uyg'urni o'z ichiga olgan 4-5 kishi shu huzurlanishdan, shu ilhomdan kechilik manzaradan ilhomlanib qo'liga qalam olgan bo'lsa, shu ilhom orqali bir turk yozuvchisi bir narsalarni ifodalab yoza olgan bo'lsa, ammo ishki hissiyotlari to'lib toshgan qalamni qo'liga ip bo'lgan zamat ko'zlaridan taranlab yosh ekib ketib, qandaqdir bir kuchning o'zining soya tashlab turganligini, shu qalamni tavratganlik sababidan o'zining kelajagining qorong'u bo'lganligini sababidan qalamini tavratamagan bo'lsa, bu mana dal adabiyotning o'zi. Demak, biz haqiqiy bir adabiyot bilan texcha yüzleşip olamadık. Yani bir qitim adabiyot degan nima degan savolga javob berish to'g'ri kelsa, o'zingning chimendipani o'zing kiyolmaysan, o'zingning atlas ko'yligingning etaklarini o'zing larzan piqirtolmaysan, o'zingning simbol chechig'ini o'zing qirq o'rayolmaysan, o'zingning samimiga o'zing usulga tusholmaysan. O'zingga xos narsalar chambaridan hosil bo'lgan ishki hissiyoting bilan tashqi badan harakating va sen xos bo'lgan kiyim-kechaklaring sening uchun ma'ni qilingan. O'z kiyim-kechaklaring ichida keydi götüp ketib qoldi. Ma adabiyotning ta'biri sal uzunroqchi, az qoldi. O'z kiyim-kechaklaring ichida turib davomli qoldan milliy bilginchi bo'lib qolarmanmi degan vahim ichida yashaysan. Buning aksicha bu xosliqlaringni dushmaningning vujudida ko'rsan. Shundaqla sening narsalaring bilan sening usulingni, sening san'atingni, sening dushmaning sana o'ynab beradi. Mana bu ruh qirg'inchiligi. Mana bu bir millatning ruh dunyosining to'riga hisoblangan vijdon va g'urur qirg'inchiligi. Adabiyot degan dal sening ruhiyatingning ishki deniz okeanlarda yuz berayotgan tsunami, ya'ni deniz quyunining dal o'zi. Undaqda shu o'zimizning ishki dunyolarimizni ifodalay ushtaq turayotgan bo'lsak, biz mishad o'tag'anlarning hammamiz bir adabiyot degan gap.
Bizning ishchimizdagi peyğallar, tashqillab teshib chiqqan vaqtida biz bir adabiyot dengizi hosil qilamiz. O chaqda bizniki arablardan, turklardan va uningdan, ya buningdan ranjib o'tirgan hech qanday bir nimiz qolmaydi. Hech qanday bir barnamimiz qolmaydi. Mishada o'tganlarning hammamiz bir adabiyot. İşçimizdeki peyğallarimizni ifadelayotgan bir peyğam adabiyot. Men hürmetlik Erkin Sıdık akımız Uyghur Project Fondu'na şundaq bir təklifini qoyğan. Biz umumyüzlük kiçik gruplarga bölünüp, şu WhatsApp gruplarında bak uşaq gəplərini çıxıldığan ahvalını tüyütüp, özümüzün peyğallarimizni aşı yazıdığan qançalik yazası, hazır adabiyatның şəklinin nemilərini özgürüp getdi. Burun klassik edebiyat, orada edebiyatları, dini edebiyatlardan alqıp, modern edebiyat davri kirganmisa, hazır postmodern davri kirli edebiyat. Nasırlar, onun bilan sözüşüp, denizler bilan sözüşüp, özümüzden hasretini tüküdüğün, muşundaq şunçik esil edebiyat şekilleri oturup çıkmadıdı. Muştaq bir kündlük xatır yeziş bir dolqun qozğısaq degan bir təklifini bergan Erkin Sıdık akımızga. Özəmmin şu İstanbul kelgan vaqtida ba'zi xanım qizlarning çayları qatnashib, şu təkliflərini bergandim. Bu yerga kelgan vaqtida men Yahudilarninki 16 yoshli qizi Yahudi jazolanib o'lib ketgan 16 yoshli Yahudi qizi Anne Frankning xotirasini eslatman. Anne Frank şu Yahudilar jazolanib o'lib ketishdan burun xatir yozgan. Dünya bu kızın xatirisi tebilişten burun Yahudi qırğınçılığa ancha e'tibor bermagan, ama bu xatiri tepilgandan keyin dünya tavrab ketgan. Men maalesef pek işim açık buldum. Türkiye'deki ma'lum ayollar gruppasiga şu xanım Anne Frankning xatirisini tashlab, Uyg'urcha tarjimasini ama shuni bir o'qib chiqinglar. Onun shunun asosida bir sinab baqsanglar. Hiç bilmaganda denizlarga bir yalay berip, unalgı qo'yib qo'yib, sirtanglarni töküp, onu qalamga aldığan müştaq neyim qısanglar deb tashlab qo'ysam, olgan javobim shunchalik afsuslanarli bo'ldiki, bu bir Yahudiynikiga qizning xotirasiga, biz Yahudi qizning xotirasini unda o'qimaymiz deb 15-asrdagi shu Sultan Sulaymon xonning Yahudilar haqida bergan bir ta'birini shu to'pga tashlab qo'yibdi. Hazır onundan qanchalik asrlar o'tib ketdi. Biz hazır aşı Kanuni Sultan Süleyman'ın gibi bilen milletlerge, kişilerge baha berip oturamdık. Ama o'ylayman biz hazır çoğun bir edebiyat inqilobi başlatışımız gerek. Edebiyat inqilobi başlap biz yezip dertlerimizni töküp dünyanı kömbüteyli dünya hicaret bulup gelsin. Yana bir qitim edebiyat degan nima? Xitoy turmushdagi Nurmanat Yasanga nisbatan aytganda, edebiyat demak yovkaptar bo'lish demakdir. Nima hozir men bu yerda post edebiyat haqida to'xtalmayman, chunki postmodern edebiyat haqida to'xtalmayman, chunki bu boshqa bir temaga ko'chib ketganman. Sizlar YouTube'ga kirib izlab baqsanglar bo'ldi postmodern edebiyatni. Shu Nurmanat Tursunninki yovkaptar nomli asri postmodernga yaqinroq deb o'ylayman. Hazır Xitoy turmusida yetayotgan Nurmanat Yasin qalma ostida o'zining ichki hissiyotlarini to'liq aniq ifodalagan yovkaptar mundaq nido qildi. Yana shu ko'p osmonda uchib yurgudakman. O'ngimni tushimni yoki har ikkisi emasmi bilmayman. Qantim ostida g'urg'ur shamollar uchib o'tmoqda. Men hozir nihoyat ruhlanib ketyaptim. Vujudimda kuch-quvvat urg'ib turadi. Rangarang osmon, parlaq quyosh nuriga cho'milgan bepoyon dunyo. Bu naqadar go'zal manzara. Endi mana dunyo texim kengri yeyilib, ko'z oldimda bir yeshil dasturxondek ochiq namoyon bo'ldi. Bu ilgirki men ko'rib baxmagan manzara, men ko'rib baxmagan joylar edi. Lekin men u yerga o'z makonimdek muomala qildim. Hamma yer o'xshashlar go'zal ko'rinadi. Tuyuqsiz oldimda mahallalar, uylar ko'rildi. Pastda ushaq narsalar qimirlab yuradi. Men uning onam so'zlab berdigan odamlar ekanligini his qildim. Lekin ular ancha xatarlik emasdek bilindi. Onamga qiyinlik yetgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Yerda bechoralarcha o'ynab yurgan oshu jonliqning ko'kda uchib yurgan bizdan qudratli ekanligiga zarli ishongim kamidi. Belki mening ularni tushunishga kallam yetmagan bo'lishi mumkin. Ishqilib men odamlarni ancha xatarlik his qilmadim. Onam odamlarning qo'sig'ida o'nirijiq, "Paxas bo'lmasang ular seni birdan-birla mahbusga aylantirib qo'ydi" degan edi. Birdilla mening ularning qo'sig'idagi o'nirini bir ko'rib boqqim keldi. Nurmanat Yasin
örküşü, vatanın işide durup, özünün peyğallarını, özünün işki hissiyatlarını, Xitay komünist hakimiyeti boğan narazılığını muşundaq bir şekilde ifadeli biz çetellerdeki Uygurlar muşundaq şekillerden paylanıp, ondaq peyğallarımızı işçimizge kaplap tırıversak bulmaydı. Mesela yanar dağlama, şu tağının işki katlamlardaki nait qattiq sıkılıştan keyin partlap çıkıp ketidi. Aman bir günü bu bir xil yaman karakterlik partlaş buluştun, yoki ruhiy tushkunlik, yoki başka ahvallarni oldinish uchun biz birden bir Uygurlar için doğru yol, Müşü Nur Mehmet Yasin örküşüdeki o'xshash şekilde özünün peyğallarını kalem arkalı yazıp kaldırış gerek. Bunun ayeti çok ehemmiyeti var çünkü biz bu arkalı dünyaya bir asıl ma'lum bir kısım kişilerin qirg'inchilik uchrama atqanligini, bütün milletinin qirg'inchilik uchrab atqanligini yazıp kaldırmamız. Bunu dünya aman bir günü başka tillere tercüme kıldı, tahlil kıldı, muhakeme kıldı. O çağda biz millet buluşup bilen pek çaknayımız dep oylayman. Edebiyat degenge tabirini bek çıkıp gitipti. Qağalarını qısqart deydim. Uyghur edebiyatının kelajak vicdanı zaten nimdeydi. Dep bir mavzu qo'yib qo'ygandim. Bunun da Uyghur edebiyatının kelajak vicdanını şu chet ellardagi Uyghur yazgıcılar, kalemkeşleri ifadalash bilan ifadalab bulamaydı çünkü Uyghur kalemkeşler bek az. Biz 20 milyondan artık bir az degende 20 milyondan yuqori bir millet. Bu bundaq bir milletninki kam degende 2000 ming yoki kam degende ming atrofida bir yazgıcısı bo'lishi kerak. Ama chet ellarda qalam tayyorlab atgan yazgıcılarni qistab kelsa 30-40 ming yetmaydi. Shuning uchun hammamiz qo'limiz qalamlashimiz kerak. Hammamiz yoza olamiz. Hammamiz peyğallarimizni o'tirib qo'ya olamiz. Biz Uyg'urlarda bir qiliplashib ketgan bir iboralar var. Mesela erler jig'lis bo'lmaydi, erler ishki hissiyatlarini tekis bo'lmaydi va erli g'ururiy undaq bulan cho'rib tashlaydi. Erlar shunchaki yaxshi yozadi, peyğallarni ifodalaydi. Bu g'urur vijdon bilan o'zimizningki ishki hissiyatlarimizni ifodalashdan voz kechsak bo'lmaydi deb o'ylayman. Men nimalar olmuş qo'ygan o'xshaydi. Endi 19-asrning oxiri 20-asrninki boshlarida dünya modernizm edebiyatiga kirdi. Yani modernizm edebiyatiga kirib, nayt nurg'un dangliq yaxshi asarlar maydonga kelgan mezgilda Uyg'ur edebiyoti dehşetlik bir qirg'inchilik edebiyatining muqaddimasida tug'an. Endi qirg'inchilik edebiyoti boshlandi 20-asrning boshlarida. 1920 yıldan 2022 yılgacha bo'lgan bu 100 yil jarayonida Uyg'ur qalamkashlari, jumladan Uyg'ur edebiyoti taqib ostiga ilingan 100 yil bo'lib, gerçi 1980 yillardan itibaren Xitoy ishni sirtqi etish siyosatini yo'lga qo'yib, Uyg'ur qalamkashlariga va Uyg'ur edibiyotiga bir erkin tinimlish fursati bergan bo'lsa, ammo Xitoy o'tmishda ilib borgan Uyg'ur qirg'inchiligiga oid temalar yana sezgir temalar hisoblanib, nashr qilinish jarayonida nurg'ulg'an süzgüçlerden ötüşük doğru geldi. Uyghur halkının beşiğe kelgan yuqorqidagi qismatlar sababidan Uyghur edebiyatı en mol usulluk edebiyat bulanmay geldi. Su barmı? Ağzım kurup ketdi su. Bir 1930 ve 1940 yıllarda yüz bergen Yahudi qirg'inchiligini yüksek kalem gücü bilen dünyaya tanıtkan dünya yazgıcılarga o'xshash meşhur miyadi cümle baştan kelay.
Şundaqda Xitoy tarixda misli ko'rilib baxmagan bu zo'r tutqun, bu zo'r qirg'inchilik bilan Uyg'ur adabiyotining sarxil namoyandalarini turmalarga tashlash bilan Uyg'ur adabiyotini Xitoy yo'q qilib o'talamdi. Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi nima bo'lishi kerak? Uyg'urlarning xuddi 1930 va 1940 yillarda yuz bergan Yahudi qirg'inchiligini yuksak qalam kuchi bilan dunyoga tanitgan dunyo yozuvchilariga o'xshash tanliq yozuvchilari bo'lishi kerakmi, yo'q? Uyg'urlarning Lev Tolstoy bo'lishi kerak, Lev Tolstoylari bo'lishi, Uyg'urlarning Lev Tolstoylari bo'lishi kerakmi, yo'q? Uyg'ur adabiyotining kelajak taqdiri zodi qanday bo'lishi kerak? Tehlimakanning eng chunqur joyida dunyodan bek uzoqda qutqizinglar degan ovozini dunyoga anglitolmayotgan, qisqasi dunyoning o'gay bolasi bo'lib qilayotgan Uyg'urlarning beshiga kelgan echinishliq taqdirni dunyo sahnalariga ilib chiqib, dunyo adabiyoti osmonida yulduzdek chaqnatadigan William Shakespeare'lari, Fyodor Dostoyevskiy'lari, Lev Tolstoy'lari, Charles Dickens'lari, J.R. Tolkien'lari, George Orwell'lari, Edward Poe'lari, Victor Hugo'lari bo'lishi kerakmi, yo'q? Uyg'ur adabiyotining kelajak vijdoni zodi nimdaydi, yo'q? Zodi nimdaydi? Yo'q bo'lib ketish kerakmi yoki yashnishi va chaqnishi kerakmi? Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi zodi nim bo'lishi kerak? Bu savollarga hozir chet ellarda yashayotgan, o'yinish ishida ingrayotgan Uyg'ur xalqining vijdoni javob berdi. Mangu tashlardan 19-asrning oxirlarigacha bo'lgan saltanatli Uyg'ur adabiyoti degan bir mavzu qo'ygandim. Bularning hammasini vaqt munosabati bilan qisqartayman. Faqat 20-asr, ya'ni Abduqodir Domillamdan boshlab 2016-yilgacha bo'lgan 2016-yilgacha bo'lgan shu adabiyot haqida to'xtalman, qirg'inchilik adabiyoti haqida to'xtalman. Bu yerda miyada qalam bilan jahongir bo'lgan Uyg'ur adabiyoti degan bir mavzuni qo'shgan ekanman Navoiyninki. Navoiyninki bu nazmini qisqartayman, faqat bir she'r bilan she'rini olaman. Bu Navoiy haqida o'zbek yozuvchisi O'zbekiston shoiri Abdulla Aripov Navoiyga yozgan she'rda mundaq deb yozdi ekan. Ya'ni shu bir she'r Navoiyga va qalam bilan jahongir bo'lishning, dunyoni fath qilishning qanchalik muhimligi haqida yetarlik bilim berdi deb o'ylayman. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo, barchaga guvoh yer osti. Köp Navoiyga yozadi. Navoiyga bag'ishlab o'zbek shoiri Abdulla Aripov shunday yozadi. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo barchaga guvoh yer osti. Lekin do'stlar nazm ahli ora jahongirlar kam bo'lar rastin. 5 asardagi nazm saroyini titirtdi zanjiridan bir she'r. Timur tixi yetmagan joyni qalam bilan oldi alishir. Nimdiye isil misralar biz hemimiz yana bir qitim bir Alisher Navoiy bu baqayli. Hemimiz o'rnimizdan dasturib ichimizga piyg'amlarimizni yozishimiz, dunyolarni Uyg'ur adabiyotiga oid asarlar bilan ko'nbitishimiz, dunyoni hijolat qilishimiz kerak biz deb o'ylayman. Bu haqda belki to'xtalib ketsam ishg'ilab ketgandek turman. Shuni bilan to'xtatib qo'yman. Uningdan boshqa Navoiydan keyingi Uyg'ur adabiyotining boshqa saltanatli davrlari bo'lgan, bularning hammasini qisqartib o'taman. O'sha Abduqodir Domillam davridan 4 davrga bo'lgandim. O'sha 20. asr Uyg'ur qirg'inchilik adabiyotining boshlanishi, ig'ir tiniqlar ostida ingilgan bir asrlik Uyg'ur adabiyotiga bir nazar. 20. asrning kirishi bilan dunyo g'arb adabiyoti 4 bosqich bo'yicha birda gavdinib, birda susishib, birda o'zaro birlashib, yeni adabiyot yo'l va uslublari bilan nodir asarlarni maydonga keltirishga tirishdi.
ve nurgulluğun boran çapkınlarını baştan geçirdi. Ama bu jarayonda dünya edebiyatından ibaret bu çoğun çınarının bir şeyhi buğa Uygur edebiyatı texmi talaysız bir eseri kadam koydu. Şundaq 20. asır Uygurlar için talaysız bir eser. 100 yıllık qırğınçılıqdan baştan geçirgen bir eser oldu. Uygur edip yazgıcı, şair ve ziyalıları yukarıda şarlıq edebiyat tarihini yaratkan ecdatlarının izini besip Uygur edebiyatı asmın diyen nurgun navaylarını çakmış çıkıyordu için köp tırışkan ve tıpırlanan bulsun ama bunda kılamadı. Uygur halkına bir şirkeye gelen bu facialar elbette tarihte yukarıda saltanatlarını sürgen Uygur edebiyatını üşüktekken, çiçektek, şümşeytip koyaydı. 20. asır 40-cılık edebiyatınınki birinci baskıcı. 20. asırın başlarının 1940 yıllarıcı bir ağırlık 20. asır Uygur 40-cılık edebiyatının birinci baskıcı bulup bu baskıçta jadidçilik ve demokratik edebiyatının kısıkçı tarih gözde tutuldu. 20. asırın başlarından başlayıp bizden bir kısım dini ölümalarımız, yazgıç şairlerimiz yetişip çıkan bulanın tipik vekili Abdülkadir Damullam Katarlık köpligen kalemkeş yazgıçlarımız suikastlarga uçurdu ve türmelerge taşlandı. İntayin qattiq taqib astık elinde. Özünün his Uygurlar kalemlerini erkin təvirtlenmeyi nayet qattiq taqibla astıdımı xeyli nurgun əxli əmgəklərini vücudqa keltirdi. Şu Uygur Project Fondi tarafından neşr kılınğan Davr ve Biz degan nomli kitaptan tafsili nemin okuasanlar buldu. İkinci basqıç 1940 yıldan 1980 yılgacha bo'lgan 40 yıllık jarayonni o'z ichiga olgan bo'lib, bu basqıç Xitoy Kommunist Partiyasi vatanimizning Sharq Turkistonda besib olgandan keyin turli qalpoqlar bilan Uyg'ur adib yozuvchi shoirlarimizni tarixga surgun qilgan basqıç bo'lib hisoblanadi. Bu davrninki vekillerden Ahmet Siyahi, Nimşit Almiya Sayrami, Abdurrahim Ötkörüzünün qatarlıq bir türküm şairler, yazgıçılarını sanap etişik doğru geldi. 1980 yıllarda Xitay İslahat 2-3 siyasını yol koyganını tartıp 2000 yıllarca bu 3. basqıç bulup edebiyat sanat ve medeniyet sahasında bölgünçük karşı ideyi siyasi güreş başlanğan kadar boğan 30 yıl Uygur 40-cılık edebiyatı selpel nefes algan dek hesaplansın ama erkin demokratik aran ve çöğünçülük qattiq nazaret astığı alıngan. Bir davr bulup bu mezgillerde mesela yanılan Uygur edebiyatı bir xil bu şaşalıtı tuğanda kısmı lekin yanılan tutkun kılınış ve türmeleri taşlaş Ağan 1991 yıl yüz vergen bari inqilabi, 1997 yılda olcu yüz vergen 5. fevral olcu inqilabi. Ve bu vakalardan keyin başlangan milli bölgünçülükka qarşı güreş, Qalpaqastadagi 2 qitimliq zor tazlaşlar nurgulluğan edip yazgıçılarımızın kanatlarını qırqıp koygan bir davr bo'lib hesaplandı. 2000 yıldan 2016 yıl olcu bo'lgan ağırlık 20. asır Uygur 40-cılık edebiyatının Xitay Komünist Partiyasi 2000 yıldan 2016 yılgacha bo'lgan ağırlık 4. 40-cılık edebiyatının 4. basqıç bo'lib hesaplandı. 2001 yılı ötküzülgen Nurmana Tursun Tanbir keçiligi bilan ilqi şu edebiyat, medeniyet ve edebiyat sanat sahasındaki milli bilginçilikka qarşı kurash başlandı. Shundan keyin Uygur edebiyatı nayet ig'ir bir zarbaga uchragan. Undan keyin texnik ilgirlagan holda davomlashib bu 2016 yilga kelganda 2016 yılga kelganda o'zinglar bilgandek barliq Uygur edeb yozuvchilar turmilay tashlandı. Rahila Davud, Yalqin Ro'zi, Halida İsrail qatarlıq Uygur qalamkeşlariga Uygur vaninki hozirgi ahvolni o'zining kuchini yetishcha dunyoga anglatish tirishgan bu kishilarimizga men bu yerdan cho'nqur hurmatlarimni bildiraman. Şu tüt basqıçqa bölündü bu 100 yıllık qırğınçılık. Ama oy bu
Mağamada kırgızılıptı da. Amin. Mağu bunun keyinki mağu serial mücadelerimni 2022 yılı mağu İstanbul'da ötküzülgen ben Akbayrak emas degan temideki yıl ötküzülgen Uygur Dünya Uygur Yazgıcılar Uyuşması'nınki leksiyası kelgen vaqtimda tayyorlagan serial mövcuttum. Bulardan bir sizlarga örnekler sunup ötey. Muşu bir asırlık Uygur edebiyatımızga vakillik kıldıran kitaplar muşlardan ibaret. Afsus. Pek az 100 yıllık 40 yıllık edebiyatıga vakillik kıldıran kitaplarımız yukarıdaki muşu Hayr Hoş Kuyaş Miyassar Handan'ın Mahpus Ruhullah Abdüveli Ayub onundan başka Mao Erkin Tarım yazgan 5. yıl vakasıga ait toplum kitap. Onundan başka 5. Fevral arxivleri işki kitap. Halide İsrail'in Altın Keş, Ahmet Egenberi akımızdan bir kitapları var. Onundan başka Mao Esad Süleyman'ın bir yürüyüş kitapları. Katarlık müşinçilikli kitaplar var. Hem de Mao meslek tüvende koyup birdiğen avaz kayada mı? Ha? Avaz. Ha. Avaz var mı? Avaz içilmem de? Avaz var mı burada? Gidin köşkende Anlattı. Köşkeş nakşıları. Tarihte biz Uygurlar bir şey isteyen her bir narsını dertlerimizi nakşıp etken il halık nakşıları. Şu dertlerimizin tamayenisi. Dertlerimizin nakşıp vilayet vapatıp gitti Amerika'da. Vilayetinin Şimdi fotoğraf köşken köşküşlerinin mi anlaşıldı? İşbadiyen bunun kıska koyayım. Onun ki Mao. Ben bu yerde yaşayalmadım. Kırım Tatarlarının ki ben bu yerde yaşamadım. 2016 yıl ötküzülgen Avrupa'daki bir körekte. Avaz. So here she is, our winner, Jamala, and her song represented Ukraine, 1944. Stalin'in kulak kaza lagerlerdeki kaçmışlarını Kırım Tatarlarına anlatısı. Bir kişiler geldi bizim evimizge, Latin adamlar bizi öttürdü, kırdı, çapıdı. Ama yana biz yaşkanlar, günahsız hep yüzünü aklaydı. Hep şicalı şiir yazgan, kitap yazgan. Ama 2016 yılında Avrupa'daki körekte birinci oldu. Ondan başka çetellerdeki Uygur şairlerinin hazır kadar ifadeler kelgen çetellerde yazgan ceza lagerga ait ceza lagerini ifadeleyen şiirlerden Abdüşkür Muhammed'nin ki Abdüşkür Muhammed şiirleri ifadelen ceza lageri isyanını köreleyimiz. Mesela ceza lageri şahidi Mihrigül çıkanın ki şair şunda kitap kıldı ceza lageri şahidiga. Mihrigül bir kim sorsa çüşünü depbermegen ulağa çüşünüzde kök asman ay yıldızını körgününüzni. Belki bilisiz mumunuzdan anlagan Çaş örüşünün perzlerini degan o'xshash qog'inni aşı kitapdan tafsili ko'rvasanlar bo'ldiki. Undan başqa lagerdagi anlağa ve matam qatorliq she'rlar bor. Undan başqa Turkiyadagi yozuvchi Muyassar Xondan she'rlar ifodalangan jazo lager isyonimi har qalbni larziga soladigan bir isyon. Vatanlikman degan she'ri. Qağla bulbul kabi sayrğanda, to'ng'izlar gulbeg'ida yayrğanda, shunqarim qantidan qayrilganda, hozidar o'zim bilan vatanlikman. Buloqlar o'ksib qanig'anda,
tağların xorluqlarını sanıganda, çimeller öz-özün çanıganda, quyulğan közüm bilen vatanlikmen. Bizning ne Türk'e, ne Arap'ga, ne başka milletlerinin bize hakkı jığlap berişke hiçbir tamak kılış hakkımız yokken, müştak kalemlerimiz doğayada. Kündüz ayağımız şiirleri içberlengen kırgınçılık edebiyatı ruhi. Aramızda var kaltıs kızlar. Aramızda var kaltıs kızlar. Kündüz ayağımız. Aramızda var kaltıs kızlar. Bu Kündüz ayağımızın şiirlerinin tilbek addi. Tartkan dertler. Tilbek addi. Hemmemiz yazalaydıgan, piğallarımız ifadelaydıgan bir til. Ama acayip çukur bir çukan, acayip yüksek bir isyan, karlıq bir ruh var. Bu şu örneklerden biz piğallarımızı dünyalardaki işte örnek kısak buldu dep oylayman. Endi chet ellardagi Uyg'urlarni adabiyot maydoniga elib chiqishga turlar, so'rab chiqishga turlar. Birinchisi rasmlar. Har xil rasmlar. Masalan, Türklarning dastan filmidagi aksdagi sizgan jurnalda chizib qo'ygan rasmlar. Ashimo o'zining piyg'amlarini sizgan rasmlar bo'ldi. Ashunda qisaqim bo'ldi. Qisqa filmlar, masalan, Aziz Aysa alkun ishlagan javobsiz qolgan telefon, onunki Nabija ala ishlagan xorlangan vijdon qatorliq qisqa filmlarni ishlash orqali o'zimizni tanishtira olamiz. Onunki raplar, pochta kartlari, mesela şahit biz torbette yol qo'ygan jazo lagerlariga pochta kart avatish. O pochta kartı jazo lagerdagi bir kishilarimizga tegmisimi? Lekin jazo lagerga berib to'pilib ekan, jazo lagerini boshqarayotganlar o'sha jazo lagerdagi Gündüpaylarni aytırasız qilgan bir tür. Ondan başqa xatir yezish. Yuqori dedim-ku, kundalik xatir yezish. Karton kitaplarni chiqarish, 5-fevral arxivlari 2-kitobni o'qisanglar, ashuningda Türkiyadagi İmam Hasan degan bir inimizning shu 5-fevral kuni tutib akirayotgandan keyin G'ulshar Yangi hayot turmusida o'tkazgan kundalik xotirasi bor. Shularni o'rnak qilib turib yazsaq bo'ldim. Ondan keyin ailem qayerda isyoni va xatir yezish. Ailem qayerda deb Turkiya shunday yaxshi bir cho'qonlar bo'ldi. BBC'larning shunday yaxshi ziyoratlarni berdi. Lekin ailem qayerda degan shu nima qatnashgan kishilar xuddi nima yezish kerak, xatirlarni yezish kerak. Bizning eng cho'ng yetersizligimiz shu xatir yozmaslik. Chalmonxon ordusiga borgan Ishbarxonning bizga yetib kelgan, o'zining qalbi bilan yetib kelgan bir xotirasi yo'q. Biz Ishbarxon haqidagi narsalarning hammasini xalqlarning tilidan anlaymiz va ko'ramiz. Kinolarni ishlaydi ular, lekin bizni Ishbarxonning o'zining og'zina yetib kelgan bir narsa yo'q. Shuning uchun bu bizning intayin cho'ng bir tarixiy xatoligimiz. Bu davrni ashunaq o'tkazib olsak bo'lmaydi. Undan boshqa yuqoridan o'tib ketgan Anfrankning xotirasidan Uyg'urlar olgan savoq va tajribalar. Maqola yozish, jurnal va kitob nashriyotchiligi. Undan boshqa she'rlar, nurg'ulg'an she'rlar nim qilib shu yaqinlangan naqsh qilib yozildi. Aytilyapti, masalan, Amerikadagi Madina Bowden tekstda ishlangan ko'k bayroqning vatanda ko'rgim bor degan naqsha chet ellarda cho'ng g'ulg'ul qo'zg'adi. Endi bir qirg'inchilikdan qutulman deydi ekanmiz. Bu qirg'inchilikni chiqadigan chuqur yo'l topalaymiz. Ma chash o'rimlari sizlarga nima ko'rsatdi desanglar, ma chash o'rimlari shu majburiy emgak lagerlarida ishlagan qarilarning bir-biriga bergan chash o'rimlari orqali qanday qochadiganning yo'l xaritasi shu chash o'rimlari orqali. Biz bu tushkunlashib yig'lab yoki duo qilib bilan o'tasak bo'lmaydi. Duoni harakatga aylantirishimiz, yig'lamaydigan kuchli bir insonlar bo'lishimiz, mana shunday yo'llarni tepishimiz kerak. Shular bir-biriga chash o'rimlari orqali qochib chiqish eg'zininki xaritasini sizib bergan. Mana karton film Gulbahor xonimninki hayot kechmishlarini bir kim Yaponiyalik bir yozuvchi shunday karton
kitap qilib yozib chiqdi. Ama şunday kitaplar naytım. Onun için yigit degan şunday bolsa degan kitapni kirgizib qo'ydim. Bu kitapta şu Angliya Hindistonda besavagan vaqtidagi şu 5 fevraldagi inqiloblar o'xshab ketdi. Ularning o'shalarga qarshi Hindiston kuchlarini Angliyani qo'llab chiqarish jarayonida qanday o'y xiyollarda bo'lganligini ifodalagan bek yaxshi kitap. Ma Abdul Turan Ajimninki Texnikan Uyg'ur nashriyatining bu kitobini sotib ola olasizlar. Men bu e'lonni qilib berganligim uchun Abdul Ajimning bir ming qilish kerak deb o'ylayman. Endi bek isil bir yer keldik. Kelajakning J.K. Rowling'lari zilola tursin. Qarindoshlar biz bundan keyin kechki bolalarimizni coding, science, undaq deganlar bek o'qitib ketdik. Hisob tabiiy fan, kompyuter, undaq. Chunki buning bek yaxshi pul topgan bo'ldi. Ammo millatga bek xizmat qilib ketgan bo'lmaydi. Kaskin qilib eshitib kelib qolsa, shundoq kasblarni o'qib pul topgan ziyolilarimiz bekchiq. Ama bunun ait az bir kısmı Uyghur davasıga kelyapti. Ama kızımız Zilola Mao 2019 yılı Kanada'nın Ontario ülkesi ötküzülgen yazıkçılık müsabakasında birinci oldu. Bu kızımızın yazıkçılık kabiliyetiga muayyen yuqori baholarni bergan sim ko'rinishlar battı. O bek çoğun boğalık için düşünemeye kaldım. Özünün kimliğini şu meydanda durup özününki Xitay zulmü uçuravatkan bir Uyghur ekanligini yaxshi ifodalab men qilgan bu mukofotni taqatqa o'rinli bu qizning yiziqchiliklarga bek yozgan asarlarga yuqori baho bergan Zilola hozir Toronto universitetininki adabiyot fakultetiga qabul qilindi. U Ataların tabii bilen bir xil o'qitish nimdir bo'lsin, lekin kuchlik adabiyot bo'lgan kuchlik hissiyat yaxshi ko'rish hissiyati bilan Toronto universitetining adabiyot kasbiga qabul qilindi. Mana shunday qizlarimiz bizga kelajakning J.K. Rowling'lari, Lev Tolstoy'lari. Oxirida men so'zimni yana boshlagan bir jumla so'zim bilan oxirlashtirman. Dunyoni ikki narsa fatih qildi. Birisi Qur'on, birisi qalam. Qur'onimiz yo'q, ama qalamimiz bor. Hammamiz bir qalam egimiz, yüksek müşaret alan hammamiz bir Lev Tolstoy bo'la olamiz. Hammamiz bir J.K. Rowling bo'la olamiz. Rahmat. Gulshan Abduqodir xonimga intayin qimmatli leksiyasi uchun ko'p rahmat. Gulshan Abduqodir xonimni sahnada tutib qolaman. Boshqa ilgari so'zlagan ikki so'zlaguvchimizni sahnaga taklif qilaman. Hamda 15 minut bizningki savol-javob qismimiz bo'ladi. Bu 3 so'zlaguvchimizga savolinglar bo'lsa yoki fikringlar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ldi. Rahmat. Muhammad Yusuf efendim. Abdülcelil Turan efendim. Sahnege merhamet. Sizlerin sahnege alayım. Men yana bir narsa unutib qolibman. Agar harigiz men yozolmam demki, qilaman demki, buni qanday chiqaraman, buni qanday nashr qilamiz degan narsalarni o'ylamasligimiz kerak. Yezib shunday qilgandan keyin Uyg'ur Project Fondi Erkin Sidiq akamizning bor. Tahrirlash, yezish, tiplash, ratlash ham ishlarda yordamchi bo'lamiz deb o'ylayman. Rahmat tamala. Nima? Ben so'rayman. Nima? Endi ichildi. Qani savol so'raydiganlar, qo'linglarni ko'tarsanglar, bizningki do'stimiz Sardor yetkazib bermoqchi mikrofonni. Muhammad Yusuf
Hacım Muhammed Yusuf efendim ayrılga okşaydı. Şuna biz şu iki sözlükçümüz bilen bu bilimni tamamlayla. Sorularınız sorsunuz buldu. Özünüzni tunuşturup deb ismim palana deb andan keyin kimga qaratganligingizni sualım palanaga debçu. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Kunduzay Hamud. Gulshan adamniki leksiyasida mening bir she'rim qistirlibdi. Xursand bo'ldim tanlaganligingizdan. Endi mening sualim Turkiyada xandan sonlimiz yazıqchilik ders berish ishlarini boshladi. Mening bilishimcha, uningdan ko'pni bilmayman. Ama bu tor dünyası şunda yazıqchilik ishlarini boshlashga bak qolaylik bir zamanda yaşayapmiz, biroq Uyg'urlar bir-biriga ishonmaganligi, dardini yatlarga ko'proq tökkenligi, Uyg'urlar o'z ichiga tökmek, yatlarga ko'proq tökkenligi uchun bu qirg'inchilik adebiyatimizda eksikliklar qilyapti, kamliklar qilyapti. Xandondan menga chiqish kerak, to'g'ri dedingiz. Başka hazır zamanımızda yaşayotgan Gülşen Abdülkadir'dek adamlarımız mı? Onunla çıkışı gerek. Ben işini Türkiye bir şu terakkiyat istikbali zor bir baylıkka tolgan bir cay. Gerçi xotin kızlarımız nurgun taqiplerde yaşsı mı? Yanıla kalemden ibaret bu kuralını alalaydı koluğa. Yotqanı içide mi yazalaydı, öyün içide yazalaydı. Mescitlerinin köşeklerinde oturup yazalaydı. Uzun kılgan dualarını hem kalemge asıp buludu. Tamamen mümkün. Ama hem de biz hazır kılamayotgan bir iş var. Bulup mu bu yazıqçılık sahasında ballarını yetekleş. Hem de ana til okutukçuları intayın capatatip ballarının savadını çıkarvatıdı. 2017 yıldan tatip biz bir neçimiz teşebbüskar bulduk bu yazıqçılık kurslarını kılaylı, edebiyat kursu kılaylı da. Bırak vücutqa çıkırıp bulamıdık, hem başlap bulamıdık. Ama Palçıpırat uyada bir yerde bulunganını anladık, hem de kulak gelgen haberlerden. Hem de Gülşen'de sizden soraydıgan sualım, şu yazıqçılık kursunu başlaşta, Toronto'da, yoki Kanada sahasida qanday faoliyatlar bo'lindi va Avstraliya deganinkini ham bilamsiz bilmamsiz bir ma'lumot bersangiz, yana birisi Turkiyadagi ma'lumotlaringiz bo'lsa sizni anglasak. Chunki Turkiyadagi cho'kallar og'zi etilgan, qalami sundirilgan cho'kallar ko'p. Gap qilmaydi. Uni jim turvasi biz ichidagini topolmaymiz, biz mo'lni topqaq emas. Menimcha u yazıqchilik kursi etishning hojati yo'q. Edebiyat degan shunchaki pig'on, yuqorida so'zlab o'tib ketdim-ku, pig'on ichidagi dard hasratlarni ifodalamaslikning o'zi edebiyat. Kimning pig'oni eng kuchli bo'lsa, shu kuchli edebiyat qalam bilan o'zini ifodalay olgan bo'ldi. Bizga bugungi Uyg'urlarga Uyg'ur edebiyat haqida kurs etishning hojati yo'q deb o'ylayman. Shuni keskin qilib yana aytib qo'yishim kerakki, WhatsApplarda jiq gap qilgan millatlar vatan quramaydi. Vatan qurgan millatlar bosh cho'kirib o'tirib, qalam bilan yezib, tahlil qilib, tafakkur qilib, kitoblarni yezib qoldirgan millatlar dunyoda vatan qura olgan. Bu narsa hammamiz uchun aniq bo'lib ketish kerak. WhatsAppda jiq gap qilgan millatlar menga vatan quramaydi. Hem Uyghur halkıga hazır edebiyat kurslarını içip edebiyat öğretişine haceti yok. Müşahit ottağallarımız yukarıda ettim bu. Hemimiz bir edebiyat, hemimiz bir eser. Hem dünyanı hayran kaldırdıgan bir eser. Cevabım tüydü. Köp rahmet. Assalamu alaikum Gülşen'de. Benim bir sualım bat aldı bilen leksiyasınız için köp rahmet. Siz şu edebiyat tabir bergen vaqtida edebiyat deganimiz insonlarning ichidagi piyg'amlarni ifodaleyemeslikning o'zi edebiyat deb tabir berdingiz. Endi bu nima uchun buni biroz aytib tushuntirib berasiz? Masalan, mening tushunishimda edebiyat deganimiz ichidagi piyg'amlarni ifodalab berishning o'zi edebiyat deb tushunatdim. Endi sizning buni ifodaleyemeslikning o'zi nima uchun edebiyat deganingizni bir qandaq bir nima bor?
Qandaq bir tafsilot başını Rahmat sizga. Dünya hazırgıcı bu arlıqda ədəbiyyatqa şundaq təbir verib gələn yuxarıda diksiyarimdim sözüldüm. 18-ci əsrə kəyicilik ədəbiyyat dinli mədiyələydiğən dini ədəbiyyat, onun orada ədəbiyyatı padişahların mədiyələydiğən ədəbiyyat bu gələn ədəbiyyatqa 18-ci əsrə gələndi. Təbir verilən 18-ci əsrdə peylasıb yuqorida mən tilgə etib ketgan peylasıb şundaq degan ishki hissiyatlarını ifodalamaslik, ishki hissiyatlarını güzel sözler ve güzel tiller bilan ifodalash ədəbiyyat deb atıldı deb kelgan. Amma 2016 yıldan keyin bu təbir axmay qaldı. Çünkü ishki hissiyatını ifodalamaslik sebebiden türmelerge taşlangan Uygur yazgıçıları, kırgınçılık uçurayotgan Uygur yazgıçıları ve bu yazgıçılarının ki haqlıq egileri bolgan, bu eserlerine haqlıq egileri bolgan Uygurlar bir özünün işki hissiyatını ifadalab eser yazı sebebiden türmelerge taşlangan bir devirge duş kep kaldı. Şunun için Uygur edebiyatı degen nime, edebiyat degen nime degen sualga Uygurlar qaytadan bir təbir verilgan davrga duş geldik. Çünkü biz ishki hissiyatlarımızı Xitaydan ibaret, aşındaq diktatör kişiler, zalimlar qayta tekrarlanmaydı deb tarix şuna qarğan cəzalarları səbəbindən özümüzün ishki hissiyatlarımızı ifadalayamadığımız bu edebiyat bu cəhətdə dünya edebiyatımı ve Uygur edebiyatının haqlıq egileri bolgan Uygurlarmı bu edebiyat degen nima degen sualga, edebiyatның nemeligi haqiqatiki ta'birga bir o'ylanib beqish kerak deb o'ylayman. Rahmat. Bu hisobda sizning deganingizda postmodern edebiyat deganning nimadik ta'birga tushib ketamdi. Masalan, hozir postmodern edebiyat nimasi kirdi dunyo. Postmodern degan vaqtimizda siz bir kurslarga ketib mandaq o'rganib, stilistik vositalar, andaq go'zallik, mandaq chiqqan nimalar emas. Hammamiz o'zimizniki, masalan, Nurmuhammad Yasin O'rkishi yo'q gaplar ifodalagandek, ashundaq boshqa bir shakllarga kirib, boshqa bir turlar orqali, masalan, mening Ontario ko'li bilan suhbat degan bir nasrim bor. Men Kanadaga kelgandan keyin shu ishki piyag'allarimni Ontario ko'liga to'kkan. Muşunaq töküş. Sizler Türkiye'ye nispeten pek yaxşı, Marmara denizleri, Çamlıca topları hem her yer pek güzel bir tabiat var. Yağaçlarga, tağlarga, denizlarga, yıldızlarga her yer gidetlerinden töküp önalığı evilip öykegen iken onu hatır kılıp ya sizler tama kül bulur. Her birimizin işki geçmişlerimizni biz jıqqa vaqtimizda onun için bu bir eser bulup çıkıdı. Rahmet. Meningki şu Köp rahmet. Sual cevap sual cevaplam sual sorayman. Eng axir qitim sizning bergan ta'biringizda masalan biz o'zimizning hissiyotini boshqalarga ifodalamaslikning o'zi dedingiz emasmi? Masalan yozuvchilar o'zininki shu masalan biz Xitoylarninki düşmanlarimizningki mushu bizga qilgan zulmlarimizni boshqalarga qanday ifodalashni mayli psixikalik sabab, mayli bir siyosiy besimlar tufaylidan yoki har qanday tufaylidan o'zimizningki an'anasi tufaylidan ifodalayamayapmiz. Onu siz tilga oldingiz. Hem bunu qanday qilib edebiyot qilib to'kalaydi masalan, buni shuni his qildirishmi masalan deganda, masalan o'ziniki shu o'zining ichki hissiyotlarini ifodalayamayotganligini naq so'zlar bilan demasdan, shuni o'quvchilarga his qildirishning o'zi sizning deganingiz ta'birga tushgandi. Mening savolim tugdi, rahmat. Endi o'lqi Aşı özünün ki mesela 5. fevral arxivleri 2. kitapta 5. fevral ki namoyish kuni tutup ketilgan bir bala şu Yangi türmesiga tashlangan. Onun şu İmam Hasan şu nemdiki Türkiye'de şu İmam Hasan'ın kundalik xotirasi kirgizilgan. Şu özünün his qilganlarini şu türmede turuş jarayonida, bir aydan oshiq turuş jarayonida his qilganlarini yozgan. Şulam, onun da edebiyatga qo'yilib mashhur Lev Tolstoy qo'yilgan talab yo'q onda. Masalan, tarixda o'tgan dangliq yozuvchilar qo'yilgan talab yo'q.
Fakat o özünün yazgıcısı, o özünün işki hissiyatlarının, öz dünyasının yazgıcısı, özünün ifadələydi o. Lekin biz bunu dünya sunup bakımız. Mesela Birleşken Devletler Teşkilatı'na sunsak, bizimki hikayelerimiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nı qayıl kıla alsa, bizni kubul kıldı. Qayıl kılamsa rad kıytıdı. Edebiyatın şundaq bir sunumdan ibaret. Bu jarayanda milyonlagan sunumlardan keyin onun içinden birisi Little Story bulup çağınap kılış mümkün. Qağalları adi adamlar bulup kılış mümkün. Bu şundan ibaret. Köp rahmat. Selamünaleyküm. Ben Abdel Tura. Bugün ben bir narsani eskartib o'tay, tunugunga o'xshash. Bayan aldığımız iki qatımlıq sözlüğümüz biraz vaqt tejab bergan bo'lg'achqa Gulshan Abduqodir xonimga ozroq vaqt ziyoda berdim. Hozir hamda bizningki vaqtimiz o'lchamlik kun tartibga tushdi. Shuning uchun savol 1 minut, javob 2 minutni eshib ketmasa, shu shaklda davomlashtirsak. Savolingizni so'rasangiz bo'ldi. Abdel Turan efendimden bir milletninki sapa ko'rsatkichini ifade etdi. Ensiklopediya İslam Uyghur İslam Ensiklopediyası. Ensiklopediyası deydi. Davamında bu yani azırak aniqlab tushundirseniz yani bir savol. Siz bununla özünüz yağlığınız mı yoki hamkorlashgan shaxsiy organlar bormi? Tugdi tamam. Ben 2021 yılı çıkan Tunca kısa ansiklopediyanın mukaddimesiga bunu bir grup bulup yazılışı lazımdı. Kaydı boyunca 10-20-30 adam. Bununla ziyalilerimizin ait aldıraş vakti yetmeydi. Mollalarımızın ki bunda işte kolunu kemeydi diyen bir cümleyi işletken. Hazır kadar yani bir mollama bir maddi yazış bir ya ki bir ziyalime teya hazır yerden bir şey mi diyenler çıkmamadı da. İnin için bunu asasen ben kılıyordum ama İbay Kösetken Ensiklopediyadan tercüme kılış bergen vallahi ba. Bunun önce tercüme kılış bergenler ayada olduğun Batur inimiz bir neçe bir 50-60 tek maddını o tercüme kılış berdi. Yani bir Abdüsamet diyen bir inimiz bir neçe maddını tercüme kılış berdi. Kagan o Uygur matbuatından ağan numaralarını özümüz özleştirip tayarlavatımız. Bununla bir başka ekip kurduğunda nümu yok, cek bir nesi yok. Bunu yazar aslı kaydı boyunca aynen siz diyendek 20 adam 30 adam birleşip neçe milyon dolar acırtıp kılışı lazım bir proje bu. Ama biz bunu özümüzün işi boğallık işimiz, özümüz bir heves olan kağallıkımız için bunun ayrılgan pulunu tılga ağıçlık binası emez. Hazır kazanılatkan pulga hesaplagan vaxtıda. Çünkü bir tane Türkçe bir kitabını aldım ötkendim ben. Bir 800 metrelik bir anı kitapken, tercümesi bakken, dazı kitap koyumuz, daktiloda bir 1580 yıllarda yazılgan. Şunu da yazgan dersine hazır bilgisayarga aktarıp, şunu asli tercümenin asli nüsküsü seriştirip kılış için 3 tane profesör 3 yıl işlepti. Bir mümbettek bir kitapken. Şunu bizde bunun iktisadi gücü yok, adam gücü yok bu muhallık için. Hazır ben bunu yalnız asasen tercüme kıldığım aslarımı uzun kürep, öğretlep kılıvatıma. Ben bunu tuzuk bir mükemmel kıyamet kişimi şu bulduğum bir ansiklopediya deyip karamayım. Bunun nurgun kemçilikler buluşu mümkün, nurgun utukluklar buluşu mümkün. Bunu yani 50 yıl, 100 yıl dinkin okşaş akmaktan çıkıp tuzuklu işinime yani İbay unutup kalkan bir geptim ismi var. Mesela bunu bizdeki tarihi vakalarını yazışta İbay ben de koyattım. Uşakta ağzımın kemeri kaldı. Hazır ben fırsatını başlayayım diye olay. Mesela Karakan ilerine yeni bir bunun gündemine ekli olay. Yazışta ben onu dememez. Bula kanxorda, jallat, teşinci muğuk okşaydıgan bir bedbakti deyip yazmay. Bizim dini etikadımızın nima qilgan ömrümüzde Müslüman kılgan, bizge Nurgun Ahmet Kaşgari, Yusuf Kasacip Kokşaş, ulemalarını yetiştirip bergen diyen bir ideolojiya boyunca İslam tarihi atalgılarını mında yazıp çıktım. Rahmet. Tayarlap çıktım, yazıp çıktım. Savol javob uchun ko'p rahmat.
sor. Assalomu alaykum Gulshanada Abdulka. Sizlarning bugungi shu leksiyada bizga yaxshi leksiyalarni so'zlab qilganlarga oldi bilan rahmat aytaman. Mening savolim endi Abdulkamga oldi bilan. Abdulkamga ayrim yana rahmatim bor, chunki shu chet elda muhojiratda birdan-bir o'zi yolg'iz endi bir nashriyatni tutib bizga nurg'un esli asarlarni, kitoblarni nashr qilib beryotdi. Buning uchun butun xalqimiz nomidan yana rahmat aytaman. Mening sormoqchi bo'lgan savolim endi Gulshanadammi dedi, ko'p yozganlar deb. Masalan, shu yaqin vaqtlarda nurg'un biz ismini bilmaydigan yangi yozuvchilarningki, yoshlarningki tarjima asarlari olsun, adabiy asarlari olsun yozib nashr qilyotdi. Buningda tarjima asarlardimi, adabiy asarlardimi bekchiq masalangan abjash til ishlatgan, Uyg'ur grammatikasiga jumla qurilmalari to'g'ri bo'lmagan aslında hatalıklar mesela süpersiz eserlerin bekçik çıkıyordu. Biz bunu edebiyatçılar otağı vakti özara mıcık deyişimiz. Ama ne demek çoğunun mesela biz şunda süperlik, süpersiz alda yazgı eserinin hemini neşir kılıp çıkıp kiyinkilerge takıtışımız gerek mi? Bununki bizden kiyinkilerge bir icabi tesir bulamdı ya ki selbi tesir bulamdı. Olanın tilimizin ügünüşüge, medeniyetimizin ügünüşüge. Ya ki bu mesela hem de şu neşriyatçılık işlerini bir kılıp kısalip hakikaten abcılıkam yalğız özü. Endi bunu bir tahrirlar gruppasi, muharrirlar gruppasi qurib chiqib, bundan keyingi asarlarni bir sifatlik nashr qilishga, masalan, biz nima ish qilib beralaymiz, yoki bo'lmasa xalqimiz nima ish qilib beralaydi, yoki bo'lmasa mush yozdiq deblamishda yozib, davomli mushda nashr qilishimiz to'g'rimi endi? Jiqroq asarlarni chiqaraylik deb, shuni bir so'rab boqqim keldi. Unda qolsa siz qisqa javob bering. Ya buna siz degende bir nimemiz yok, ekip yok. İkinci şu hazır meyle ansiklopediya olsun, meyle nimeler olsun, buna nime kıp verdik Allah, tahrirlikte yardımlaştık Allah yok hem de. Ansiklopediyanın hazır tercüme kılavatımız, üzerine okuvatımız 2-3 katım. İlanma bir baktık, ötkende bir işgaycı bir balık geldi, ben tahrirlik kıp verdim dedi. Bir 100 batak binası verdim, işgaydak oldu, hazır hiç yok. Bagan nesim yok, tahrirlik bagan nesim yok hem de. Hem de hazırında başka amalımız yok. Mesela sizge onun aldığı bir de tercüme kıprayda binası diptemiz hazır geçe. Onun yok. Şu imkanımızdan yetişe kılvatımız hem de. Takip kıldığanlar yok. Doğru. Endi ben erkin kamdımı bir so'rab baksam, mesela Uyghur Project Fondu'nunki muşunun məxsus bir tür ajırtıp, məbləğ ajırtıp, tahrirlərə maaşlıq işletiş imkaniyeti var mı? Demişim bir yerde emimize emem yok. Çünkü hemimiz ayrı bakımız diyen bir nimi bilen hem de özümüzden turmuş elekçilikimizle pidakarlık işlerini vaktimiz yeterince kılamadık. Erken kandı sual başka bulmaydım hem de böyle bir ruhsat kılaydı bir kattım. Erken kandı sualda çok oku yok maydı çok. Çok rahmet. En ahırda bir sualga cevap vermem. Vaxtım tutuşup kaldı. Mikrofonu hep bu kadar olsa meyle. Başta esketmeyen günah mende. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Gülşen Abdülkadir hedimizden benim soyadığım sualım var. Ben Şarkı Türkistan Uyghur Devleti'nin Şiho şehrinden bulumen. İsmim Abdullah Miravuddin Abdug'upur. Gülşen hedimiz bizge iki neyse dünyanı kutkuzalaydı. Biri korallık küç, yani birisi edebiyat dedi. Muşu korallık küçünü kandak payda kılımız. Muş doğrusu da Gülşen Abdülkadir hedimiz cevap vergen basa. Çok rahmet. Çok rahmet sizin emasken ben tünügün ki leksiyarimge kalsız katnaştığınızım, katnaşmadığınızımı okumadum. Ben
bir millatning fikir, ideya, tushuncha, ideologiyasining qoral kuchidimi oldingi qator turganlar haqida tunugin to'xtalgandim. Qorallik kuchni paydo qilgani bo'ladi. Ammo bir ideologiya, bir fikir, ideya, ilg'or fikir, ideya birlikka kelgan bir vatanning mustaqilligi, bir davlatning manfaatini eng ustun oliy o'rin qo'ydigan bu yo'lda bir-birisi bilan urush jadal qilmay, o'zlarining fikr o'xshamasliklari sababidan bir-birisini dushman deb qolmaydigan bir yuksak ideologiyaga, yuksak anga, yuksak ilg'or fikrga ega bir millatlarning davlat qura oladiganligi haqida tungi leksiyarim to'xtalgandim. Bunga misol qilib, Ikkinchi dunyo urushida og'ir mag'lubiyatga uchragan Germaniya bilan Yaponiyaning aşırnak özünün Yapon milletinin işçiliki, German milletinin işçiliki ilgar fikirlik kişiler, ilgar güçlerini, koral güçünü payda kılıştığın burun şularını oturgu çıkargalığı, ilgar fikir, ilgar ideyalarının, ilgar hareketlerine yetekçilik kıldığı, ilgar hareketlerinin bir milletini kurtuldurup kılışka, ahırda vesile bulduğalığı hakkında toxtalgandım. Yani bir misal edip, Afganistan, Suriye qatarlıq joylarda nurg'un qurol kuchlari bo'lsa-mu, lekin bularda Uyg'ur ilg'or ideya, ilg'or fikr, ilg'or ideologiyalar bo'lmaganligi uchun hozirgacha xarobatlik qilib ketib qolayotganligi haqida to'xtalgandim. Shuning uchun men qurolliq kuchli bo'lishini intayin xohlayman. Masalan, Tibetlarning Hindiston davlati qurib bergan Tibetlarning askariy kuchlarini nimelerini görüp ben gözlerimde yaş çıkıp yığılıp ketken qayta görme. Onun için aşı Netflix'teki Churchill'nin Ikkinchi dunyo urushi vaqtida öz qurgan partizanlık bir mahbi bir atrat bir qurallık nim var şularning kinolarini bekçik görme. Ben xalayma eğer qurallık şundaq bir nim bo'lib qolsa oldin ola aşı 60 necha yoshli koreyalik mo'maydek o'zim oldin qisab qilib borman. Lekin mening tushuncham bo'yicha bu vaqtida bir millatning qurolliq kuchidan burun nayt ilg'or bo'lgan fikr, ideya, tushunchalari bo'lishi kerak. Ko'p rahmat. Eng oxirida Aziz Aysa Alkun efendimga bir savol berman, undan keyin to'xtaymiz. Assalomu alaykum. Bugungi aytganlik tema nayt ahamiyatli bo'lyotdi. Ikkinlarniki ajringlar ko'p rahmat. Abdülcelil Turan efendimge, Hacı Akımızga benim sualım. Nayet yaxşı bir işqa yürüyüş kılıpla en aval sılınki 20 yıl 30 yıldan bu yan millet için, halkımızdan edebiyatı, kitabı için sındıratken ecirli köp rahmet. Sualım sildin. Belki teklifim. Biz yaxshi bir tem bo'libdi Uyg'ur islom ensiklopediyasi. Yaxshi bir nim bo'lsa, millatning butunligi va milliy manfaatimiz uchun bo'lsa, mushun bir kuchsak, yoki iqtisodiy masalalarni hal qila olamiz. Uyg'ur ensiklopediyasini tuzaylik. Bütün millatniki. Çünkü ertegen Xudoda Uyg'ur xristiyanlar chiqqandek, ertegen Uyg'ur Budizm ensiklopediyasi chiqadi. Texnik bir ideologiya fikr jihatlardan texnik bir biz oqa chekishga boshlaymiz. Bu kitobni chiqqan yaxshi, ammo musha bir narsa mukammal ishlab chiqara olsak, iqtisod masalalarini qila olamiz, erkin kontrolga qo'ymaymiz. Demakchi o'g'limiz bir taklif bermoqchi qilib o'yishib ko'rsizlar. Meniki Gulshanga Gülşah'dan sormuşsunuz. Vaktimiz bek kısıtlıp kaldı. Ben az gap kıldım, benim sorularım olsa vakit şu abicinin kanıgı bölme şuna. Devizlerim oldu, ne kıska? Bek kıska bu. Yeni teklifim meniki Uyghur edebiyatıga tedbirini elbette birişimiz gerek. Ama bizde milliy mafkuraga ko'proq ahamiyat bersak, albatta adabiyotniki sinfiylik bo'lmaydi, millatlik bo'lmaydi, bu kommunistlarning ideologiyasi. Ammo adabiyot inson hayotini, Uyg'urning hayotini ifodalash kerak. Demakchi bo'lganim, masalan 1949-yildagi asosan kommunist tashviqoti bu ideologiya toki mafkura 80-yillargacha bizda chekinish bo'lgan. Ben 6 yılın aldıda zaman şairli hakkında oylar degan bir maqalni, iki kısmı maqalni yazdım. Şu tedbirini ben beğen. Demek ki oğlum mesela sizin tedbirini bilipsiz. Abdülhalik Uygur yok. Hiç kandan anladınız.
Cədidçilik, Uyğur millətçiliginiki ən dəstəbdiki asan sağışları. Ənvar Nasır Qolcu'dan şu 2. Cumhuriyet'niki mezgillerde yazılan nurlu şiirleri var. Biz irqi qırgız edebiyatı yoki şiiriyat olsun, edebiyat olsun başlangan. Yani bu edebiyatın tip məqsədi hayatını əks etdir, Uyğur hayatını əks ettiriş. Әмді тәдбірні бұл зор тема мәше тоқтап қалым әмшіні ке мұнадыр кеп бар нұрғын мәселеге кебім төгеді. Рахмет. Көп рахмет. Ben kısa bir işledik. Teşekkür ederim. Gerçi bununki biz... Abdullah Tuğan efendim düşünce bazın Gülşen Abdülkadir Hanım özü fikir ele olsun. Şunu bilen bu onu... Gerçi bu Uygur... Doktor durun bir tane. Ben yapıyorum. Bu Uygur İslam Ansiklopedisi'den ketişten anda korkak ketişten hacet yok. Uygur İslam Ansiklopedisi biz Karahanlılar devrinin tahtı Müslüman boğalıkımız için, Uygur boğalıkımız için Uygur İslam Ansiklopedisi dedik. Çünkü Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Gollandiya'da kabirler tüzgen İslam Ansiklopedisi. Yeni bilse bunun da Uygurlarla münasebetlik maddeler 3'ten 2 kısmını teşkil kıldı. 300 tözlük Uygur alimleri, edebiyatçılar, tarihçiler, sanatçılar, usulçularımız var. Uygur tarihi halklarının hemisi var. Onların tatip Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti geçer. Şunu bunun nemesine nemek koyduk. İkinci bu biz kitapları tercüme kılgan İslam alimleri, bir açıdan İslam adalgıları var. Bunun kendinkin Uygur tarihini bir kitap, o şahıslarını bir kitap kılıp ne kılışımız mümkün. Ben bu fırsatını paydalanıp, bu ansiklopediye maddi yazışta tercüme kılıştıklarını da öttüm. Maddi yazışta inilerim Abdüşşükür bir neçe şahıslarının ait yaxşı tuluqlab yazıp verdi. Inim Asad Süleyman bir 10-20'dek maddelerini ola yazıp verdi. Ola müşahede etmelerini aldı da rahmet eydim ben. Emmelerine rahmet. Çok rahmet. Menimki azizimiz fikriga berdigan javobim Uyg'ur adabiyatining 20 asr Uyg'ur adabiyatining 40-yillik adabiyat ekanligini o'tirib qo'yib Abduqodir Damallamdan boshlanib 2016-yilgacha 100 yillik tarixni 4 bosqichga bo'lib o'tirib qo'ydim. Buningda nurg'un yerlarni qisqartib etdim. Birini Abduqodir Damallamdan tilg'ab qo'ydim. Chunki qo'linglarda kitob bo'lgan ekan, o'qib olsin deb. Albatta Abduxoliq Uyg'ur undan keyin Anvar Nasiri qatorliq nurg'unlagan şairlerimiz bu 40-yıllıktanki zarbisiga eng ig'ir uchragan kishilarimiz bular bor. Leksiyarimda batdi, men qisqartib etdim vaqt munosabati bilan bu ilmi bekchiq so'zlab ketdim deb. Kitaptan ko'rvasangiz bo'ldi aziz. Ondan keyin Uyg'ur adabiyatiga men ta'bir bermayman. Dunyo Uyg'ur adabiyatiga men ta'bir bermayman. Mening ta'bir berish salohiyatim yo'q. Men faqatlam mushu leksiyarim orqali bir taklif beryapman. Taklif. Bu tekliflerimizde Uygurlar qanchalik qalam tavritib, qanchalik dunyolarni qayilqig'idek asarlarni o'tirg'i chiqalaydi. Dunyo qoyil bo'lsa, undan keyin burunqi adabiyotga berilgan ta'bir o'zgardi. Qoyil bo'lmasa, o'zgarmaydi. Dunyo shu qoyil qila olganlarning dunyosi. Adabiyotmi shu? Ko'p rahmat. Ko'p Gülşen yazmagan Enver Nasır Abdülhalik Uygur yeni bilsini bizden Müslüman yazıp aldım. Açtım okusun. Çok rahmet. Sual cevaplar için köp rahmet. Hem de mizbanlarımızı ornuğa davet kılınan. Bizden telaffuz vaktimiz var. Bu aralıkta bizge Selime Kamal hanım kısaca bir söz kılmakçı. 5 minut vakt birime.
leksiyamızı başlap keteyli. Leksiyani başlaştın avval Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolkun Eysa Efendim'den hemmemizge köngül sözü ve salam var. Bu salamını bizge Dünya Uyghur Kurultayı'dan Abdülcelil Ahmet Efendim yetkizdi. Abdülcelil Ahmet Efendim sahneye merhamet. Assalamu alaikum hanımlar, efendiler. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve selamı hemmemizge olsun. Bugün bir yerde ötküzülatkan Devr ve Biz diyen bu programınınki vatanimizge, halkımızge, milletimizge hayırlık buluşunu Cenab-ı Allah'tan dileymen. Dünya Uyghur Kurultayı'nınki reisi Dolkun Eysa başlık Kurultay Merkezi işxanasidagi vatan davasını xalqarada ep berip barlık qarindoshlarninki mushu sorunda oltuğan hammaylanga chunqur salami va bu yig'inninki muvaffaqiyatlik oxirlash uchun hammamiz tilakdoshmiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek bu yerda hamda bizning akimiz doktor Erkin Sidiq akimiz, professor doktor Alimjon İnayet, bizim Dünya Uyghur Kurultayı'nınki Ali məsləhətçilərimizdən Dünya Uyghur Kurultayı 2004 yılı kurulğandan hazırgıçilik Avrupa, Amerika, BDT'larda nurgun faaliyetlerini kılıp bazı galibelerini kolu keltiydi. Şu galibelerinin cümlesinden London Uyghur Sot Kollegiyası'nınki muvaffaqiyatlik ahırlış üçün muş sorununda bağ bolğan qatnaşqan ve qatnaşanmagan nurgun vatandaşlarımızınki töhpisi var dep qaraymiz. O albatta Dünya Uyghur Kurultayı başlamçılık kılıp bu nimini qilgan bilen bunun tercüme işlerinde muş Uyghur Akademiyasi Erkin Kamla muş ziyadilarninki 11.000 betlik guvalık narsalarni İngilizcege tercüme qilishda, bazı başqa tillarni tercüme qilishda bularninki naiti töhpisi jiq bo'ldi. Mush munosabat bilan mush ziyolilarga, mush o'rinliklarninki hammanglarga Dünya Uyghur Kurultayı nomidan alohida rahmatimni aytaman. Endi Dünya Uyghur Kurultayı'nınki mush sot kollegiyasining natijasi Xitoylar Uyg'urlar ustidan ep berayotgan besim siyosati, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb mush qaror chiqqandan keyin bu 300 netçi bet olup bu kitap çıktı. O sotun kararı 46 betlik veya bir karar. Muşlun bilen emde burunki siyasi faaliyet epbağa vaxtlarımızın üzüde bazı parlament azaları bilen, hükümet bilen görüşke vaxtada bu Amerika'nın oyunu, CIA'nın oyunu ya ki bu oyun diyen bolsa manama bitirip sot kollegiyasının çıkargan kararı bunun da oyun yok, hiç kanda oyun emas dep bu delil ispatlık hüccetlerini oturup koygandan keyin bu meselemizle 10 devletinin parlamentida Uyghur qirg'inchiligini itiraf qildi. Hozir bu devletlerinin sonini ko'paytirish uchun harakatni qilyapmiz. Shu oldimizdagi oylarda 11 ayda Yaponiyada parlamentlar yig'indab, shu bizning masalamizning dunyoning har qaysi davlatlaridagi parlamentlarga elib kelayotgan parlament a'zolarini yig'ib bis bilan tanishtirib bu masalani texma jonliq holatda xalqaroda ip bağlı buldu degan şekilde bu bir çoğun yığın var. Elbette bek mühim yığın. Çünkü Türkiye'deki parlament azası bilen Germaniya'dakisi tunuşmaydı, Germaniya'dakisi Angliya'dakisi tunuşmaydı, Angliya'dakisi Japonya'dakisi tunuşmaydı. Muşunga okşaş. Bularni bir tunuşturup bu Uyg'urlarning sözünü qılıbatqan menle emaskenme, mendim başka devletlerdi mana şundaq bir adaletni yakalaydigan bir insanlar baka dep yüzü bir kuch toplap birlik holatda texnik qandaq bu masalani o'tirib qo'yish uchun bir ahamiyatli muhim yig'in. Shu jumladan endi bizning asosli ikki g'oyamiz en ahirgi nishonimiz, dunyodagi nishonimiz mustaqillik, hurlik, erkinlikka erishish nishonimiz. Endi til deymiz, yoziq deymiz, madaniyat deymiz, mushu narsaning hammani shu davlat bo'lgan vaqtida, mustaqil bo'lgan vaqtida uni bir butunlik bilan qo'g'dab qolgani bo'ladi. Bo'lmasa buni qo'g'dab qolishimiz qiyinga to'xtaydigan masala. En ahirda endi shu Dünya Uyghur Kurultayı'nın bir qancha proyektlarninki birisi endi shu ensiklopediya
Abdullah hacim yalnız işleyavatıdı. Bizim imkaniyetimiz çağlık boğallığı için hacimge bunu yüklüdük. Bunu kısınız mı kılısız hacim, kılmısınız mı kılısız, adamını üzünüz tapsız. Biz fakat şu sizinki şunu kılış jarayandaki materyal tepiş materyalımızdaki iktisadını kötüreyimiz dedik. Hacimge yüklüdük. 2024 yıl 4. ayağısılık bütküzsüz dedik. Şunavısılık hacim bunu bütküzüdü. Onundan başka hem de Şarkı Türkistan zemine tüpürge Xitaylar tarafından işgal kılınan, besilingan tüprak deydiğin nasıya halkaraga, BDT'ga tuğuntuş için bu projektini başlatkan, bu devam kılıvatıdı. Elbette iqtisadi cihetten nayeti zor kıyınçılıklarını tatıvatımız. Bu projektlerden hem özümüz bu hissiyat bilen, şiir bilen, edebiyat bilen kıldığın nası bombağallığı için nurgun tatbikat edip bardıgan, arkıtlarını aktırdıgan müştüna bir nası boğallığı için xalqaralıq advokatlar, xalqaralıq bir tədqiqatçılara qıldırıvatqan boğallığımız için onun nurgun iqtisad ketivatıdı. Elbette bizni Xitaylar besvağının rasko, enik qob, nime kergi var deyişimiz mümkün. Boğan bilen mayançığımızda kimligimiz, pasportimiz bulmasa, bir maşinaga çıkıdığan, Ankara'ya bardığan maşinaga çıkıdığan beletini elişimiz ters buldu. Bizimki emdi Xitay bizni besvağandan keyin BDT'ga başka devletlerge Şarkı Türkistan tüpürge yani Xitayning tili boyunca aytılganda Şinjan Jungo'nun ayrılmaz bir kısmı degan muşu birinin bilen ulağa bildigen boğallığı için bizni Şarkı Türkistan deydigan tüpürgimizni, devletimizni bu halkara diye itiraf kılınavatıdı. Bunu itiraf kıldırış için bu projektimiz menavatıdı. Hemmemizinki muşunluğa bugünkü vakti etken muşunda faaliyetlerine egzilen depkişlen emas, ameli hareketlerine canlılık ep verişimizde Cenab-ı Allah'ın dileyimiz bu faaliyetlerinin muvaffakiyetine buluşunu dileyime. Rahmet sizlerge. Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolqun İsa Efendim'nin kömür sözlerine ve onu yetkizgen Abdülcelal Ahmet Efendim'e köpten köp rahmet. Hem de ben özümni sahnede qilishga taklif qilay. Men sizlarga xalqaro munosabatlarda obraz qurilishi degan xalqaro munosabatlarda obrazning ahamiyati degan temada leksiya so'zlab beraman. Vaqtim 30 minut. Başlayırsam qat'iy mudohala qiling. Qilchirayim qilma. Ben xalqaro munosabatlarda obrazning ahamiyati to'g'risida so'zlamoqchi. Chunki bizningki xalqarodagi hozirgi da'voyimiz, bizning kurashimiz asosligi lobbichilik, ommaviy diplomatiya yoki xalq diplomatiyasi shaklida davom qiladi. Bu shaklda bizningki obrazimiz intayin muhim. Endi obraz degan vaqtda bizning kallamizga nima keladi? Bu intayin muhim. Obraz degan nima desak, obraz degan ma'lum bir shaxs, tashkilot yoki davlatning kishilarning nazaridagi ko'rinishi. Ben obrazningki bu yerda shu narsaga aytib qo'y, obrazningki lug'at ma'nosi haqida to'xtalmayman. Bu faqat xalqaro munosabatlar ilmidagi yoki boshqarish ilmidagi obraz boshqarish, image managementningki iniqlamasi. Ma'lum bir shaxs, tashkilot yoki davlatning kishilarning nazaridagi ko'rinishi, ma'lum bir shaxs, tashkilot yoki davlat haqida kishilarning zihnida shakllangan tasvir, ma'lum bir shaxs, to'plulik yoki davlatning boshqalarga bermoqchi bo'lgan yoki bergan ta'siroti. Qaysi nuqtadan yig'inchoqlab ekansak, ya'nilam obraz degan bizning boshqalarning nazaridagi rasmimiz, boshqalarning nazaridagi obrazimiz, ko'rinishimiz. Endi obraz shaxsiy obraz, shaxsning rasmidir, tashkiliy obraz tashkilotning rasmidir, milliy obraz bir millatning, davlatning rasmidir deb
bu yerda simvollik bo'lsin deb dunyodagi eng simvollik masjid bilan cherkovniki nimasini ko'rinishini qistirib qo'ydim. Buni ko'rgan har qanday bir odam nihoyatda jep narsani his qila oladi. Yuqoridagisidan xristian dindan sit shu millatniki boshqa tarkiblarini his qila oladi. Buningdan masjidning obrazidan musulmon ekanligini va undan boshqa nurg'un narsani his qila oladi. Chunki bu har ikkilisi nuqul dindan halqib adabiyot san'atga taraqqiy qilgan. Masalan, binokorlik san'ati desak, bir kirisning bo'lganligiga qarab, uni xristian binokorligiga, agar bir hilol oyning boriga qarab, uni islom binokorligiga, me'morchilikga simvolkan deb bilalaymiz. Shuna bu intayin muhim. Ama obrazniki texmi muhimligini yoki qanchalik muhimligini his qildirish uchun men sizlarga bir video qo'yib beraman. Bu video BDT Bolalar fondiniki Gruziyaning poytaxti Tbilisida olib borgan bir qatorliq ijtimoiy tekshirishi. Oldindan videoni bir ko'raylik, undan keyin men mazmunni tushuntiraman. Videodan ko'rayotganimizdek, bu qizni chiroyli yasandirib, chiroyli girim bilan ko'chada qo'yib qo'ygandan nurg'un kishilar bunga hissdoshlik qiladi. Ammo o'xshash bir qizni namrat shaklda rassiz kiyimlari shunday shaklda qo'ygan vaqtda Qo'ygan vaqtda bu qizga o'xshash hissiyat, o'xshash muomalada bo'lmaydi kishilar. Birinchisi kishilar aytdi, yaxshi muomala qiladi, yo'ldan o'tganlar unga kuladi. Hatto tomoq yegan yeriga borgan vaqtda yeniga elib o'ltirg'izib tomoq yegizgisi keladi. Ammo o'xshash qiz keyin borgan vaqtda hatto yendiki ayol so'mkasini tortib oldi, undan o'rqa ansirab yoki uning kiyimini yuqib ketishidan ansirab xizmatchiga buni chiqib ketinglar deydi. Demek bunundan biz kişilerge taşqi ko'rinishning ne kadar muhimligini his qila olamiz. O'xshash bir faoliyatni o'xshamagan kishilar olib borsa, o'xshash bir so'zni o'xshamagan kishilar desa, o'xshash bir so'zni o'xshamagan kishilar o'xshamagan shaklda desa, buningki kishilarniki kallasiga ko'rsatadigan ta'siri, harakatiga ko'rsatadigan ta'siri mana shunday zo'r farqlanadi. Endi biz bunu o'zimizniki nimasiga bog'lay olamiz? Albatta bog'lay olamiz. Men o'zimniki shu ota-onamniki, oilamniki Xitoy tarafidan lagerga tutilgandan keyin o'rtaga chiqib mediaga so'zlagan jarayonimni olib kelsam, boshda menda shunday bir tuyg'u bo'ldi. Biz zulm ko'rgan kishi bo'lgandan keyin biraz bechora chiqishimiz kerak. Programlarda kulmasligimiz kerak yoki bek jaranglik so'zlab ketmasligimiz kerak degandekchi. Ammo men barabara shuni his qildimki, qancha radlik, qancha sifatlik, qancha esil kiyinsak, qancha dadil so'zlasak, qancha aktiv energiyalik bo'lsak, shuncha yaxshi ta'sir bo'ldi ekan. Chunki ota-onasi turmaga tutilgan bir bolaning kulkisini dünyada hiçbir insan bu bexudlikdan, pervasızlıktan bo'lgan kulki deb qaymaydi ekan. Onu belki jasoratdan bo'lgan kulki, hayotga bo'lgan umiddan bo'lgan kulki deb qaraydi ekan. Shuni
Bizniki o kadar dava sepede izilişimizdeki hiç qanday qaştı yokken diyenini ben şu jarayonda his qilgan buni sizlarga qisqacha so'zlab beray dedim. Endi o'zimizniki temizning davomini xalqaro munosabatlarda obrazning roli intayin muhim. Endi intayin muhim deganda albatta nima bir cheki bor. Birinchidan davlatlar xalqaro sahnada innovatga erishishni o'ylaydi. Yani her qanday bir davlat innovatning peshida. Obraz naqshlashni o'ylaydi. Buning uchun Yevropadagi boy davlatlar, hozir buni ichiga Osiyodan Xitoy qatildi. Dunyodagi obrazni yaxshilash uchun millionlab, milliardlab pul xarjlaydi. Xitoyga o'qishga borgan chet ellik bolalarga faqat xitoycha dars anglab berganlik uchun, o'rganganlik uchun emas, faqat anglab berganlik uchun 2013'da men Lanjodagi bir universitetda kurashgan Turkiyadan borgan bolalarga 530'luk mehmonxona darajasida yotoq, oyda shu vaqtning o'zida 5 million Xitoy pulisi yordam o'qish puli berdik. Ularning xitoychasi shu qadar barbod, bir nihoyatda alam bo'ldi shu vaqtda 6 oy bo'ldi lekin. Demak, ularning maqsadi nima deganda, shu kishilarni yaxshi ta'sirot paydo qilib, yurtga qaytgan vaqtda Xitoyning yaxshi gapini qilsin. China ve Jungu degan gap chiqqan vaqtda ularning ko'z oldida bir go'zal obraz namoyon bo'lsin. Yaxshi, adablik, axloqliq, keng qo'saq, mard, shunday obraz shakllansin deb qiladi. Ben mikrofonu yaqin tutsam yaxshimikan yoki yiroqroqmi? Men mikrofon bilan o'xshamaydi ekan shu, shuni kechiring. Menimki xat shaklim o'zgarib ketibdi. Shunda aytib berganlar, buni hozir tuzayman deb tursam, bu ham doktor vaqt tutib oldi. Endi rioya qilishimiz kerak. Shuna xalqaro sahnada inoat kirishni o'ylaydi. Bu obrazniki roli, obraz xalqaro munosabatlarda rolchilarning qaror olish jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Bo'lishi mumkin, bo'lishi kerak. Men so'zlab o'ray. Masalan, deydi, ko'pincha vaqtda qaror chiqarish nazariyasidan olib o'tgan vaqtda qaror chiqarish mexanizmi yoki odatda ba'zi rahbarlar shu vaqtning o'zidan nima qilmay turib qaror chiqarib o'tadi-ku. Maslahat qilmay turib, maslahat qilmay turib, kishi to'g'risida bizning yo'limiz bunga. Bunday vaqtda u rahbarningki qaror chiqarishiga obraz ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bir odam keldi, bir qiyinchilikni tilga oldi deydi. Uning yordamchisi, katibi, Turkiyaning Cumhuriyeti Erdo'g'onga tunishtirgan bir Uyg'ur ketgan, sizdan ko'chmoqchi ekan degan gap bilan bir Xitoy ketgan, sizdan ko'chmoqchi ekan degan gap Erdo'g'onning qilmasiga boshqa ta'sir qiladi-da, uning bo'lgan yo'q degan qarori shu obrazlarga ta'sir uchraydi. Shuning uchun men tepulayan Yana o'zgarib ketibdi. Ha, bo'ldi. Lekin qoldi. Endi oyatdan chiqmadi, to'xta, oyatdan nima qilay? Shu PDF olmuş. PDF mi? Çıktı mı? Tamam. Bununki shunday funksiyasilar, obrazningki funksiyalari ichida funksiya deganimiz bilmaydiganlar uchun uningki o'ynaydigan roli xizmati. Buning ichidan birinchisi qaror chiqarish, ya'ni davlat boshliqlarininki, ma'muriy organlarning xizmatchilarininki, hatto elchixonalarga iltimos qilgan vaqtimizda shu yerga konsulninki qaror chiqarishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuna YouTube'dan video ko'rsam, viza iltimos qilishning talablari haqida kiyinishga diqqat qiling degan gapni boshladi. Chunki konsul tunji og'ir ta'sirotga qarata hukm qilyapti ba'zida. Shuna obrazniki qaror chiqarish funksiyasi bor. Endi ikkinchisi oddiylashtirish funksiyasi bor. Ya'ni masalan, bu yerda qanday misol bermoqchi, yana bayon qilsam bo'laydi.
Bir Türkiye'ni misal kılayım. Türkiye'deki biraz milliyetçilik yanında bir Türk'e Uygur deseniz artık düşüncebilişinin haceti yok. Mesela katlaştı, sakçılar tostu, yolda sakçılar tostu, kimlik taşıyordu. Siz uyarda Uygur desinizle böyle taşını utkuzuldu da bazı ahlallarda. Bu adlilaştığını. Yani izlenişki hacet yok. Retkiseliş. Kılaylıkan uçurlarını retkiselidir. Obraz. Obrazını qarab turib bilan kishilar 2-3 xil uchur bo'lsa, obrazni qarab turib, masalan, nima deymiz, inglizlarni hiligar deydigan, xitoylarni masalan uyg'urlarda millat deydigan, andan keyin shunday qilib boshqa atalarimiz bor millatlarga ishlatadigan, masalan, ruslarni sovuqqon deydigan, andan keyin fransuzlarni hissiyatchan deganga o'xshash ashtaq so'zlarimiz bor. Andan keyin bizning vatan bu narsa atishliqlarni tijoratga boy, tijoratchi. Andan keyin boshqa yurtdagilarning shunday so'zlari bor. Xotinliklarni jahil deymiz. Endi yüzlendirish deganimiz shu qaror chiqarishni başka tarafları yüzlendirdi. Ben de akademik şekilde olup benim uyumlaştırış, müştak rolleri var halkara münasebetlerde. Hem de halkara münasebetlerde biraz başka ışık gelsek, bu yerde bir noktunu adının teklişim gerek, hem de obrazını başka olup buludu, yaxşı yeri. Bir günün obrazı naçar olsa yaxşılığı buludu. Fakat bo'lmasa kıh yaxşı. Naçar obrazını yaxşılaştın, yok obrazını yaratish asan. Yani eski bütünlük yaxşı bulmak ters. Ama tümünden eskini bulmayı durup, yaxşını bulmayı durup, yaxşı buluş asan. Şunu halkara münasebetlerde başkuruş ilmini ürün ağam. Bu yani obraz başkuruş yani başkuruş ilminin bir tarmıkı. Okşaş bir vakit var. Endi obrazda başqurg'ini bo'lgan ekan, uni boshqarish kerak. Biz uchun bu intayin muhim deb o'ylayman. Chunki biz namoyishlarimizda, faoliyatlarimizda biz kishilarga uchur taqtimiz endi. Bularni bizning vatandagilar hozir o'zini dunyoga tanilgan, tanilgan, dardini so'zlaydigan bir ahvolda biz ularga vakil bo'lib qolamiz. Bilib bilmay, bo'lmasa bizni xalqimiz tayinlanib boshqa chiqib Turkiyaga yoki Amerikaga. Ammo biz shu yerda shu millatga vakolatni ish qilayotgan bo'lg'achqa bu narsa bizda avtomatik holatda shakllanadi. Ya'ni nima? Vakillik qilish. Endi bu vakillik qilish uchun bizda vatandagi Uyg'urlarni xalqimizdan eng yaxshi shaklda tushunishimiz kerak, vakillik qilishimiz kerak. Endi xalqaro munosabatlarni cho'ng nuqtadan so'zlaydi. Xalqaro munosabatlarning o'zini cho'ng gap. Shuni obrazdan turli dushman obrazi, ittifoqdosh obrazi, Beqind obrazi, Jahongir obrazi, Lukchek obrazi, Mustamlik obrazi. Masalan dushman obrazi. Masalan Turkiyada, Gretsiyada yoki Armeniyani bir xil dushman obrazi sifatida tasvirlaydi medialar. Azerbaycanlı olsa Can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan'da ittifakdaş sütü tesirleydi. Onlardan Beqind obrazı, mesela Saudi Arabistan'da biz Xitayga bakılıp koydayız, Amerika'ya bakılıp koydayız. Benim için de Beqind obrazlarda, Jahongir obrazı büyük dünyada, 3. dünyada umumen Amerika Jahongir obrazı sütü köbede ama Xitay hazır yine bazılar tabi'de yine müstemlikçilikninki sütülerinde sütüde oturup çıkıvatıdı. Yani Xitay Amerika'dan oynama bazı yerlerde gelişki tırşıvatıdı diyen desek bulurdu. Mesela Afrika, Latin Amerikası diyen bir okşaş. Endi Lukchek obrazı. Lukchek obrazında halklarda köpünce İran bilen çalışır. Mesela halkara kanunları rayı kılmaydı. Köpünce ahvalda. İsrailiyani bazı bir şey kirip kalıdı. Devletlerinin talay konularını icra kılmalık. Ondan başka müstemlik obrazı. Mesela biz şunu yaratışkı tırşıvatımız hazır. Bu yerde mesela biz Tibet'le, Şarkı Türkistanlık'la, Xitay'ın müstemlikisi diyenle
texi qabul qilib bilanmidib, ammo shunday obrazlar bo'ldi. Hozirgi BDT'ninki mustamliksizlashtirish ishg'olisininki vujudida qaraganda shu dunyoda 4 yoki 5 ta rayon bor. BDT hozirgacha mustamliki deb qarab kelgan. Texi mustamliksizlashtirib bilanmagan. Ammo qolganlar hammasi mustaqil davlatlar deb qaraladi. Biz Xitoyninki territoriyasi ichida Xitoy nuqtasidan Xitoyning bir butun mustaqil davlat deb qaralamiz hozirgi xalqaro qonun va xalqaro siyosatda. Bizniki buni ayirib chiqib turib, Sharq Turkiston besilingan zamin bilan isbotlashimizning ta'sis bo'lishidagi sabab mana shu. Endi obrazni belgilaydigan omillarga kelsak, obrazni kishilarning xarakteri belgilaydi, ijtimoiy kultural qurilma belgilaydi, siyosiy tuzumni belgilaydi, iqtisod, jo'g'rafiya, inson huquqlari, tashqi aloqa, fan taraqqiyot, so'z-san'at, ish qo'llashish, tarix, buning hammasini tushundirsak, jib uzrab ketadi, ammo bir qanchisini misol olsak bo'ldi. Masalan, Yaponiya ko'z oldimizga kelganda ko'pincha fan taraqqiyot keladi deydi. Fan taraqqiyot qildi. Yaponiyaning Melejin degan gap kichik vaqtimizdan bizning yurtda batdi. Xitoyninki yenisini oluvchi Yaponiyaning ko'nisini oladigan bo'ldi. Endi muhit asrash desa kishilarning qilishga Shveysariya keldi endi. Nurg'un davlatlar. Norvegiya degan o'xshash davlatlar. Ondan önce sayohatchilik desa Tayland, Bali, Yeni Zelandiya, Turkiya bu rayonlar keladi. İnsan hakları düşüncesi desek, endi bilib işlerin kalmasına Amerika keladi. Çünkü Amerika'nın kurgucu filozofları, kurgucu devlet atımları insan haklarını devlet asas kanununki ayrılmaz bir kısmı kılıp dünyada tuncu katın bikte etken. Dünyanın nurgun yerlerde insan hakları hakkında küreşler devam olsun. Xususan Fransiya bir haqda intayın gövdelik. Ama Amerika bir tuncalar başlayan şuna. Amerika insan hakları noktasıdan hem Maqtilida ham qattiq sikladi. Chunki Amerikadan kutadigan ümit cho'ng yog'achqa dunyoda uni ado qilolmag'achqa shuni kishilar ma'lum bo'ladi. Siyosiy tuzumga kelsak, siyosiy tuzumni obrazni belgilaydi. Masalan, Chayshan Iran desa, kishilarga xalqaro sistemda diktator degan bir tushuncha keladi. Nimishqa demokratik saylan bilan xalqlar saylanmaydi. Xitoy bu jihatda ma'liyatga o'xshash diktator, ammo Chayshan Ironga qaraganda obrazni yaxshi boshqara olgan boshqa xalqlarda u biroz siniqlashtirilgan. Xitoyning bu jihatda O'rta Sharqqa, Afrika qilayotgan talay yordamlari, Amerika Xitoydagi siyosiy maslahat kengashi xalq qurultiyi va kompartiya rahbarligidagi bir partiya rahbarligidagi ko'p partiyalik tuzumda ta'dazlashi Xitoyning xalqarada Xitoy shaymagan odamlarga xuddi yerim demokratiya deb tuyulib qo'ydi. Amerika Xitoyning asosiy qonunlarini asosan jumhuriyat tuzumiga uygun bo'lg'achqa kishilar shunday tuyulib shakllanib qolgan. Şuna bir siyasi tuzumlarına intihar mühim. Mesela Saudi Arabistan desa kishilarning qilmasiga bir podshohniki haqni buyuriyat qilib keladi. Podshohlik tuzum. Shuna siyasi tuzum coğrafyanınki bekitishida masalan jonini bekitadi. Masalan Hindistonlik desa qoramtul kishilarni ko'z oldimizga keltiramiz. Norvegiyalik desa oq pishmoq kishilarni ko'z oldimizga keltiramiz. Shunga o'xshash bunu her şeyden düşündürmeyiz. Hem de obraz başvurusunki usulleri kelsek, yollarını kelsek halkara münasibetlerde hukukçu almak için programları bununki intihar bilmediğinde çünkü hukukçularınki kallesi takı sattı. 18 yaştan 30 yaş kişi olan ballarını siz yaxşı obrazdan dikkatini terbiyeleyip yolu satmaysanız devletimizden ona yurtta kayıtı birini sizden maktaydı. Çünkü hukukçular hukuklu kelgan yerda ularning uyi yo'q, ularning ota-onasi yo'q, ular milliy muhabbatga muhtoj, yotoqqa muhtoj, o'qish mukofotiga muhtoj. Shuni har qanday davlatda chet ellik o'quvchilarga yerlik o'quvchilar qaraganda e'tibor qiladigan ba'zi bir siyosatlar bo'ldi. Albatta ba'zi davlatlarda chetga qolgan ahvollar bor, lekin har ikkilisi shu davlatning obrazini yaratadi. Chetga qolsangiz tillab ketadi. Qancha qo'yingizni olsangiz, qancha ularga yordam qilsangiz sizni maqtab ketadi. Endi xalqaro faoliyatlar deganda masalan ilmiy noyob yig'inlar, o'sha bizniki bugun yashayotganimizga o'xshash. Undan boshqa BDTda bo'layotgan faoliyatlar masalan. Undan keyin birinchisi davlat boshliqlarining ziyoratlari.
Türkiye'nin reis cumhuriyeti Erdoğan'ın ziyaretke emrak. Cep yerlerde baradı. Bağa yerlerde Türkiye'den fişlik gösteriliyor. Şimdi Türkiye'ni bilmeyenler ziyaret ettirip Türkiye'ni hakikaten emniyette bağ hayatından güçlük his kıldı. Çünkü güçlük lider, güçlük rehber. Şu halkara faaliyetler degende bunun dairesi bek çoğun. Bunun içine mesela sanat, köy gezmelerini kirgizerlerimiz, bunun içine halkaralık olimpik teneket yığınlarını katarlarımız, futbol müsabakaları, hemmisini kirgizsek buldu. Ondan keyin kaçlık vaktim kaldı? Yok, az kaptı. Onda gözler halkara ziyaretler, buna halkara münasebetini başta obraz yaratışının ki usulleri aldı. Yani bunun için de obraz iki şekilde iskılmadı. Biri birazcık baştan geçiriş, bizden körüşken bir çet ellik, bizim biraz anlat, yakınımızdan dağını anlaydı ve bizde hüküm kılıdı. Buna bunda adam lekendir. Ya ki medyadan okuydu, vasıtılık baştan geçiriş. Ya ki dostluğun anlaydı, Uygurlarını Xitay'da izleyi tuttu, ben de Uygur beladan birliği yatıp kufuna birliği koyma. O bana yakşı beldeydi, ya ki eskideydi, şuna da şekilleniydi. Hem de yana bir yerde biraz teşvikat, amneyi, diplomatiya ve yumuşak uçuyla münasebetlik. Yani teşvikat dilen obraz hem yaratıldı, hem obraz teşvikat için hizmet kıldı. Okşaş orta nasip buldu. Çünkü bizim obrazımız yakşı olsa, yolumuz ölçük oldu. Yolumuz ölçük olsa obrazımız yantıklı yakşı buldu. Ancak amniyi diplomatiyanı şu şekilde okutkucuların anlaştırılışı, halk vekillerinin, nakşçılarının, usulçılarının, dini ilimlerinin, yurtlarının ziyaret kılıp üzere bilim anlaştırılışı demek. Ancak yumuşaktır. Yumuşak iş degende bu devletin ki kural ile puldan başka varlık güçlerine kıyaslıdır. Hem de yukarıdan ortalardan çıkıp durup bizdeki hazırki halkaradaki obrazımızı karasak, ben umumi cihetten Uygurlar'daki hazırki halkaradaki obrazımızda 4 noktaya yığın çakıldım. Belki biraz selbi noktadan bağım bilişi mümkün ama ben his kılgan reallik şu çünkü ben 2017'lerden başlayıp videolarla hizmet kıldım. Ondan keyin ilm tədqiqatçılardan paylaştım, kitaplardan, materyallardan Uygurlarga yazılgan mazmunlarni okup geldim. Umuman bizde halkara medialar asarlık millet deb tashkil qilyapti. Xitoydagi bir asarlık millet deydi. Bu xalqaradagi bizniki bir umumiy obrazimiz. Bu yerda bir nuqtani eslatib qo'yaylik, bu bizga istash qilgan Turkiyaga o'xshash yoki Amerika, Yevropadagi bizni qo'llaydigan bir qancha millat vakili yoki bir qancha tashkilotning nazaridagi obrazimiz emas. Bizning do'stlarimiz albatta bizni yaxshi ko'radi. So'yganini qanday bo'lsin yaxshi ko'radi. Ammo so'ymaganlar uchun yoki tanilganlar uchun bizniki yasharlik qiyosida 194 davlatga bo'lgan obrazimizni o'ylashga vaqtda asosiy asarlık millet. Asarlık bir millet degan obrazda biz hozir. Ulardan qalsa Türkiye tillik Müslüman bir millet deb tanishtirdi. Asosli. Çünkü Müslüman degan so'z bilan Türk degan so'z dunyoga tanilib turgan. Ulardan tanishtirish uchun Türkiye tillik Müslüman bir millet deydi. Bu normal bir qimmat qarash o'ziga olmagan bir hukm jumla. Bu yerda men buni salbiy obraz ma'nosida beğendim. Fakat işte de paraydı da dedim bu Türkiye tillik Müslüman bir millet diyen gap eyüpleş istememez, mahtaşman istememez. Ama asarlık bir millet diyen gap selvi gap. Anladım aşkın bir millet. Hem de bu yerde aşkın bir millet diyen gapni biz yaktırmayız ama halkarada tədqiqatçılar, axbaratçılar, nurgun siyasi partiyalar, devletler bizden şunda qaraydı. Bunun sebebi biri Xitay'nınki bölümler teşvik kılışı, bütün Şarkı Türkistan'daki zulümge karşı bo'lgan küreşni, milli mücadele, milli küreşni, terörlük dep atışı, ama bugün Uygurlarning dini itikadidagi bir kısım kızgınlıkla dini itikaddaki bazı meselelerni aşkınlık deb dünyada teşvik kılışı ve bununla vakitte İslam dünyasının şu aşkınlıkla karşı küreşliğe tam başlayışı. Çünkü Xitay'ın işletilen bu sözleri Mısır'ınki, Türkiye'ninki, Suudi Arabistan'ınki bir Xitaylık güçlerine o'xshash bir uçurunu buldu.
Çünkü bu kişilerle okşaş kişilerle, okşaş oturuyorken kişilerle kılıç kılıyorken bu başka. Yani ular deydi de, ondaki ularla bizim devletteki talanı okşaşken, lakin manna teşkilatı okşaşken deydi. Şunun bilen, bu yerde bir alıkta sözsüz kilişim şekilde kaldı. Biz Türkiye'nin İstanbul valiliğini deyip, ailemizde tutuyordu deyip arz kıldık. 18-20 kişi. Biz ılıklarga kurbanları mindirimamıda. Şu vakti sakçılar bizden ifademizni algandan keyin şu sakçılarning keçide bastırıp kelişi öldürümüzge kız ayollarımızning yağlıklarını ele yetiştiren mesela degandek nurgun narsani so'zlagandan keyin en ahirda bir sakçının ki men degan gepi shu. Buning ichida faqat majburiy bola tushiritish bilan ondan keyin şu ballarni devlet maktablariga elilib ota-onadan ayirib o'tish, shuni yozg'ili bo'lganda qolganlar ayniqsa alayda narsani Turkiyadan bor edi. Bizim İstanbul'da kuniga necha yerga tushdim deb bostirib kelamiz. Devlet uchun bu normal inson normal tuyulmagan dedi. Demak, kishilarningki qarshi mushtaq shakllanib qolgan. Endi mazlum bir millat degan gaplarda bu reallikqa uygun bo'lsa uygun. Ama bu ijobiy yozilsa yo'q. Dunyoda hech kim ojizlarga cho'ng yordam qilmaydi, chunki umid kutmaydi. Ojizlarga faqat istajlik qildi. Sizlar o'zinglarni o'ylab qo'yinglar, albatta sizlar tilamchilarga pach pul bersizlar. Pach pullar bo'lmasa pach pul yo'q deb o'tib ketisizlar endi. Chunki mablag' solmaslik ularga, chex pul bermaysizlar. Şundan xalqaroda bizdeki bulutmu, G'o'lji qatlamidan keyin, Urumchi qatlamidan keyin, Ashki noyatidan keyingi kamkulanlik etnik qonunchilikdan keyin berilgan xabarlar hammasi bizni mazlum bir millatga, ezilgan bir millatga degan tuyg'u keltirib qo'ydi. Undan keyin bizniki chet eldagi lobbichilik faoliyatlarimizdagi hareketlerimizde biz Sharq Turkistondagi Xitoyga qarshi kurashlarni, masalan, Bayram inqilobi yoki boshqa kurashlarni kishilik huquqlar ustidan hech qilmasakmi Xitoy kelib bizni shunday buzib qildi deb ko'rsatsan, ondan keyin Xitoyning qilgani xato bo'lib, bo'lmasa men xato qilib qolamanki deydigan zaif psixik tufaylidan o'zimiz shularga keltirib qo'ydik. Biz Xitoyga qarshi kurashdik. Biz Xitoyda mustaqillik talab qilib, ular qarshi qo'zg'olon ko'tardik deb turishtirish o'ylagan medialarga yoki siyosatchilarga. Buni odatga alishdiki ishlar edi yoki hech qanday gunohsiz degan gapni jiq qilamiz bizcha. Gunohsiz xalqni tutib gunohsiz deb. Nima istajlik qilishadi. Ammo uning salbiy tarafi shuki, jasoratsizkan. Cesaret millet emasken bu deydi. Türkiye'de bunu cekanlayımız, Türkiye'de kılatkan balla var, bilimiz. Yani şu kadar zulmü anlatkanlığı ki sizler nimiş kıldığına deydi. Nimiş karşılık kalmaysan, ben doğan desem, yaşamaydım deydi. Elbette Avrupa, Amerika'nın ki bunun tutulduğun pozisyon okşamaydı. Çünkü onlar güç kullanışından halamaydı. Tinişlik, karşılık hareketleri bekle kollaydı. Ama hoştu, siz eski atışınız gerekti. Bana vakit versenler yeni bir temiz söz alın 5 minut. Bilir misiniz? Lekin ben kaygı xilafı kılıştı halı beyler. Ya köpçülük dersi, belki ne yapmadan var, köpçülük dersi buldu. Emisi dersanlar, çünkü bunun nişqi değmedi sana, çünkü bu intan mühim. Bu bizden kümüntüde halkaralık obrazımızda qarayma. Endi yuqoridagisi bizning navbatdagi xalqarалық obrazimizga bu kundagi xalqarалық obrazimiz. Birinchidan madaniyatli bir millat. Madaniyatli bir millat deganning ichiga ilm ma'rifatni suydigan, san'atni suydigan hammasi kiradi. Naqshi xuma degan gapdan tortib, dinda degan gapgacha hammasi kiradi. Chunki insoniyat madaniyatining ichida din birinchi o'rinni egallaydi, san'at birinchi o'rinni egallaydi. Bularninki birikmasdan bir madaniyat o'ttirib chiqadi. Bu yerdagi madaniyatni kultural deb tushunsanlar bo'ldi. Uyg'ur tilida men madaniyatlik deb oldim. Albatta madaniyatlik deb olsanlar bo'ladi, temizlik biladigan, o'qishni biladigan, yozishni bildiğin deganlarni ishlasakmi, bino solishni bildiğin, davlat boshqarishni bildiğin deganlarni ishlasakmi bo'laveradi.
Endi saltanatlik bir millet. Biz o'tmishda davlat qurgan, hatto imperiya qurgan. Bu gap xato gap emas. Ama tamamen eslaydigan xurati gap emas. Masalan, tugul imperiya to'g'riliq gaplar bo'ldi. İlgirki imperiyalarniki qatlanib qolganlar haqida. Bizning o'tmishimizda imperiyalar qo'llab o'zaro urush qilgan boshqalarning ziminini besib bo'lsa, bugun biz davrimiz. Biz Uyg'urlar ayni vaqtda Qozog'istonni besib olgandik, bu xato. Ammo besib olgan. Bu masalan deyman. Mesela böyle hata düşünmeler. Mesela böyle. Çünkü başkalarının zihnini besleyiş, bugünkü dünyanınki halkaya kanun noktasından, kişilik noktasından tamamen hata. Onu hiç kim aklayamaydı. Ama ötmüşte boğan bozu tahrimeliydi. Bu müştak bir ziddiyetlik mesele, bunu muvaffakat kılsak bunu da. Ama biz saltanatlik bir millet diyen sözünü dünyaya anlatışımız gerek ki. Orada Amerikalıklar üzerine hem men Amerikalıklar tahrimeliydi, hem Amerika'nın İndiyanlara ırkı kırgınçılık yaptığını, roz yaptığını abdan bölmüğün. Dert kubul kılalaydı. Yani küçük insanların hatalarını kubul kılıştığın korkunçusu yok. Hem de tinçlikte yer bir millet. Tinçlikte yer bir millet diyen obraz, bu uruşku üç diyen gap bu. Ama mecbur bulanda uruşmayı diyen gap emas. Uruşku üç. Ruslarını biz en uruşkumar deyimiz ama Ruslarınki bir filmde Uyanın Sehricim Citno akşaysında kalmadı. Şu filmde Ruslar uruşunu yaxşı görmeyi de başlaydı çünkü. Ama uruşunu yaxşı görmeyi de başlaydı ama amansız uruş kılıdı deydi. Yani biz dünyaya şunda over değişimiz gerek. Biz uruşunu yaxşı görmeyiz ama amansız uruşumuz ki hakkımızda alırız ahırgıç uruşumuz. Köfrekler. Endi müstemlik kılıngan bir millet. Bu sözünü kubul kıldışımız gerek, bu obrazı atışımız gerek. Çünkü bu objektif reallik. Bu kendistilgan söz emas. Mazlum millet diyen gap, menki halkalarda karşılıklı, yeni Uygurca etsek, kişilerinki kanlıda tutulgan bir ön yok gap bu. Ama besilingan millet, müstemlik kılıngan millet diyenin halkara kanundunu önü var, kişilik hukuk nazariyalarının önü var, bunun her yerde önü var gap. Ondan keyin hürlük yolda kuraş kılayotgan bir millet. Del terörlük, esebilik kılayotgan millet diyenin karşılıklı şu. Bu şunun karşı tarafındaki söz şu. Hürlük yolda kuraş kılayotgan bir millet. Yani biri ırkı kırgınçılıkla karıştırıyotgan millet. Ben ırkı kırgınçılıkla uçurayotgan millet diyen gapni yoqtirmadim. Çünkü bu bizden icadi obrazımız emas. Irkı kırgınçılıkla uçurayotgan millet diyen bizden objektif reallikimiz. Ama bizden kümüldükdeki obrazımız ırkı kırgınçılıkla karıştırıyotgan millet. Kayseri bir millet. Yani qanchalagan zulmlarga uchragan bo'lsa-mu, qanchalagan bostirishlarga uchragan bo'lsa-mu, ammo kurash qilayotgan, oxirgi kurash qilayotgan Xitoydagi 50 necha millat osmondan sevilib yuqori ketsin-mu, yuqori ketmay mavjudlikni saqlayotgan Xitoylar barliq ilm maydonlarini ishlatib bo'ysundiramay eng oxirida irqiy qirg'inchilikdan iborat insoniyatningki nazaridagi eng rezil jinoyatni sodir qilishga majbur bo'lgan bir millat. Keçiyorlar özüm riyasetçilik kılıp başkalarının sözünü tılı kesip ama özel teyittim. Sözüm teyittim. Köpçülük rahmet. Endi bizge doktor Mentimin Abbas Köktar'ın efendim milli kuruşumuzun uzun mezgillik stratejisi de pen teknika diyen temada liksiya sözlep durdu. Kanun merhamet. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Mush fursatda hammalar bilan uchrashganimdan to'liq xursandman. Aldı bilan boshqa leksiya so'zligichi qarindoshlarimiz, sabdoshlarimizga o'xshash men shu Uyg'ur Project fondiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shu fursat bilan shundaq qarindoshlar bilan o'zaro fikr almashtirish, uchrashish fursati yaratib berganiga. Men
Adette biz leksiya erkinkam yaxshi biladi, bizga leksiyalarda 10-15 minutcha bo'lsa, shu vaqtdan leksiya 30 minutga. Nayt yaxshi men o'pganni bir söylep aldırmayı sözsem bo'g'idek. Shunaq bo'lganki men leksiyani boshlashdan burun ham deb qisqacha fikrimni deb o'tsam, ya'ni men bu tema, ya'ni milliy ko'rishimizning uzun mezgillik strategiyasida fan texnika degan bu tema tunji qitim so'zishim emas, balkim to'g'ri yuzidami so'zlagan. Shuna buni oldin nim qilgan xabardor bo'lgan bo'lsanglar kechirim so'rayman, lekin men bir fan tadqiqotchisi. Buning uchun bundan burun bir misol ko'rsam, fikrimni desam, men oliy maktabdagi vaqtimda tarixga naytdi qiziqatdim. Tarixga nayt ishtiyoqim bor. Chunki nima deganda biz Uyg'ur ekanmiz, andasi biz Uyg'ur zodi qanday tarixi nimadan kelgan, kim Uyg'ur deganda naytdi ko'p izlangan. Uyg'urcha yozmalarga qaradim, har xil aniqlamalar bor ekan. Mahmud Qashqari Aleksandrdan kelgan u nimalar bilan tushundirdi ekan. Degandek, kallamda naytdi mujmal hukmda, anagan ekan, men o'zim izlanib ko'ray deb. Shuning bilan bu Uyg'ur ko'p izlandim haqiqatan shu bo'sh vaqtlarimda. Xitoycha tarixlarni o'qidim, masalan Xan nomini o'qidim. Ular o'zini nimdab atagan. Agar ular bilan Uyg'urlar ajdod birli bo'lsa, ular o'zlarining zodi nimdab atagan. Shuni degan u Xitoy deb Xitoylarning bagini bo'lsin deb. Shu oxiri bu jihatda asta-asta Uyg'urningki Uyg'urdan kelganligi, Uyg'urning O'g'iz bilan o'xshash ekanligi, ya'ni bizning g'arb sharq varianti ekanligi, hozir turklarning shu O'g'iz qavmidan ekanligi, ya'ni Turkiyadagi turklarning ko'p qismi degandek shu nurg'un narsa, masalan, ulardek Yevropaning o'g'illarida Uyg'ur yoki Qutug'ur degandek shu qabilalarning bo'g'anligi orqali shu barliq munosabatlarningki shakllanib, kallamda nayt bir uchiq bir hukm shakllanadi. Ya'ni bilib oldim. Endi bu mening faqat bilib olganimda bu tarix to'g'risida lekin bu hargizmi men bu bilib olgan narsamni leksiya qilib so'zlasam to'g'ri bo'lmaydi. Chunki buni cho'qim biz Tunugundagi professor Vaz Chaqan so'zlagandek, ya'ni tarixni cho'qim tarixchi so'zlash kerak. Endi men shu qushqash bo'lsin, qassob so'ysin degandek, men shu o'zim bilib olganimni emas, endi o'zim bilganimni so'zlashni umid qildim. Endi shunga yana qaytarilib qoldi. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Demak, milliy ko'chishimizning hamda uzun mezgillik strategiyasidan fan texnika degan bu temaga kelgan vaqtimizda bu jarayonda, bu İstanbul kelgan jarayonda ba'zida o'zaro fikrlashish bo'ldi. Biz ba'zi fikrlarni angladim. Ya'ni fan texnika hozir nayt tez taraqqiy qilib ketyapti. Bu nayt bir xatarlik ahvol. Ya'ni fan texnika bek taraqqiy qilib kelsa, bir insoniyatga baloyi ofat keltirishi mumkin. To'xtab qolgan bo'lsa yaxshi bo'ladi degan shunday fikr haqiqatan. Çünkü sun'iy aql hozir ChatGPT chiqqandan keyin sun'iy aql chiqqandan keyin nurg'un kishilar xizmatlardan qolib qolgan ahvollar bor, nurg'un masalalar bor, uni albatta deyishimiz kerak. Shunga bu bir bizni o'ylantirish, qayta bir o'ylantirish tegishli bir masala. Haqiqatan fan texnikaning taraqqiyoti yaqinqi vaqtlarda texnik tezlashdi. 19-20 asrda nayt tez taraqqiy qildi haqiqatan, lekin shu internet uchun aloqa to'rlari shakllangandan keyin taraqqiyoti nayt tez bo'ldi. Demak, bu bizga haqiqatan insoniyatga xavf keladigan bir ahvol bo'lamdi. Demak, bu tushunchalarni qalbimizda aydın bo'lishi kerak. Bu birisi. İkinchidan biz yaqinda bir doktor o'quvchi qabul qilish e'lon chiqargan bo'ldik, lekin uni birmi Uyg'ur o'quvchi iltimos qilmadi. Demak bu xil keng taralgan bo'lsa-mu, birmi Uyg'ur o'quvchi iltimos qilmadi demakchi, demak aramizda xalqimizning orasida fan texnikaga bo'lgan bir qiziqish yoki bo'lmasa hozirlik holati yo'qdek, shunday bir jiddiy bir holat borligini his qildik. Deb men shaxsan shuni his qildim. Shunga biz ommaga nisbatan yana shu fan texnikaningki zodi qanday muhimligi, qanday o'rni bo'lish kerakligini ommaga yana bir tushuntirishning zo'rligini his qilib yetdim. Shunga bu qatim temadimi yana shuni ta'kidlamoqchiman. Demak, bu leksiyamda nima bilan so'zlayman deganda oldi bilan o'zimningki shu bizning milliy ko'rash g'oyamiz va jarayoni bo'lgan tushunchalarimni o'tirib qo'yaman.
Anadan keyin gullangan davlatlar bilan fan texnikaning taraqqiyoti o'rtasidagi munosabatlarning qanday bo'lganligi, qanday bir munosabat borligini bir isbotlar bilan sharhlab o'tishga tirishiman. Anadan keyin hozirgi fan texnika taraqqiyoti va yuzilinishini o'rtoqlashishni xohlayman, chunki aramizda yoshlarimiz bor yoki farzandlarimizni tarbiyalayotgan ota-onalarimiz bor. Shularga nisbatan kallasida ma'lum bir yana hozir taraqqiyot yuzilishi to'g'risida bir tushuncha bo'lsin degan umiddaman. Andan ki elbette siz nima ish qilyapsiz deyishingiz mumkin. Shunga o'zimning tadqiq qilayotgan tadqiqot temini qisqacha so'zlab o'taman. Endi milliy kurilish g'oyamiz degan vaqtimizda menimcha ko'p sondagi qarindoshlarimiz qo'shildi deb o'ylayman. Bizning shu barliq ko'rishimizning eng oxirgi natijasi cho'qim bir erkin bo'lgan, hamma odam barobar bo'lgan, ya'ni jinsiy ayol yoki o'xshamagan e'tiqod, o'xshamagan irq odamlar hammasi barobar bo'lgan, demokratik bo'lgan bir gullangan bir Sharqi Turkiston davlatida xotirjam yashashni hammamiz orzu qilamiz. Mushtaq bir davlatimizning bo'lishini umid qilamiz. Bu bizning eng oxirgi kurash nishonimiz bo'lishi kerak. Mening nazarimdan bu haqiqatan bizning oldimizda nahayatmi kuchlik bir kuchlik dushman bor. Ya'ni xalqaro ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuchga ega Xitoydek nahayatli kuchlik mayli iqtisod, mayli harbiy jihatdan bo'lsin, kuchlik bir dushman bor. Demak, bu jarayon oson bizga nisbatan oson to'xtamaydi. Albatta bu nahayatli uzun davomlashi mumkin. Tunugin Mamtun Nazat efendimde 100 yillik plan tuzishimiz kerak degan gapni dedi va 100 yillik bo'lishini atayin lekin ish qilib uzun naytimi mushaqqatli bir jarayon bo'ladi. Albatta bu jarayonda qisqa mezgillik kurashlar bo'ladi, o'rta mezgillik kurashlar bo'ladi, strategiya bo'lishi kerak, anan keyin uzun mezgillik strategiyalar bo'lishi kerak. Endi hozir oldimizdagi eng jiddiy degan vaqtimiz jiddiy masala, ya'ni milliy ko'rishimizga eng muhim jiddiy masala nima deganda albatta xalqimizning hozirgi azob uqubatini yengillatish. Chunki biz intayin og'ir ahvolda turyapmiz. Buni qayta ta'kidlashdan hojati yo'q. Endi buni qanday yengillatamiz deganda albatta xalqaro jamiyatni qo'zg'ashimiz kerak. Xalqaro jamiyatni qo'zg'ashning usullari ko'p sonda, nurg'un tashkilotlar bo'lsin, qarindoshlarimiz shaxsiy holda bo'lsin, nihoyat ko'p nimalar bedellarni to'layapti. Mayli medialarda o'zlarini so'zlash bo'lsin yoki xalqaro qonunlarni murojaat qilish bo'lsin, parlamentlarda qonunlarni o'tkazish bo'lsin. Mushu shakllar orqali Xitoy hokimiyatiga besim ishiltish. Bulutmu xalqarалық çoğu şirketlerninki mesela mecburi emgekni asas kılıp ulanın Xitay'dan çekinip çıkışıya mecburlaş. Yani Xitay'ın iktisadi cihetten nayeti zor bedel töleşki mecburlaş belki bizden azıqi şu ciddi haletimizni yani azap okupitimizni azaq yenikletişi mümkün. Lakin bu fakat yenikletişi mümkün, vaqtliq bo'lişi mümkün. Hemmemiz bilimiz Xitay hakimiyetinin aslında bo'ldikanmiz bu azap okubek mangu tugamaydi. Şu an bu qisqa mezgillik yoki azaq yeniklashdan biz hadigiz bexud bo'lib qolmasligimiz kerak. Cho'qim vatan azod bo'lganda anandikin bizning haqiqiy azab uqubatimiz tugaydi deb aytishga bo'ladi. Endi bu vatanimiz azod bo'ladi deganda hammamizda cho'qim shundaq bir ishonch bo'lishi kerakki, cho'qim hamon bo'ladi. Lekin albatta bu faqat vaqtli masalasi. Mayli tarixda bo'lsin, har qanday bir faşist hokimiyat uzun davomlashmaydi. Xitoyning taraqqiyotimi mangu bundaq davomlashmaydi. Uning iqtisodimi cho'kadi, ichki jihatimi nurg'un o'zgarishlar bo'ladi. Mayli qaysi shaklda bo'lsin, bizning tirishchiligimiz bilan cho'qim Xitoyning o'zining ichki qismidagi mayli dunyodagi vaziyatning o'zgarishlari bilan bu hamon amalga oshadi. Şuna buna çoğum işençimiz buluş gerek. Lekin onunla çoğum bizde bir o'ttir mezgillik stratejiya buluş gerek. Yani aşındak bir mezgil kelgan vaqtda biz aşındak bir hazırlık halıtıda turalamdık. Yani aşındak bir devletni qo'limizga ala alamdık. Demek bunun için bizde bir hazırlık buluş gerek. Yani şu ma'lum bir fursatlar kelganda şunu qo'lga oladigan tayyorligimiz buluş gerek. Demek bu bir o'ttir mezgillik stratejiya buluş gerek. Ondan keyin demekçi bo'g'inim vatan qo'lga olgandan keyin cho'qim uni gullangan bir davlatda abiyaman deb o'tgan demokratik erkin barobar bir davlatda yashash uchun bu vatan bir gullangan bir vatan bo'lishi kerak. Bu men qiyin deb o'ylayman, chunki bu uzun mezgillik strategiya bo'lishi kerak. Nimishki degan vaqtimizda biz bilamiz, dunyoda nurg'un mustaqil davlatlar bor. Nurg'un mustaqil davlatlar bor. Lekin ularning
adamları nurgun başka devletlerde selsen sergender bulup yürüyordu. Meyli Afrika'daki devletlerini misal alaylı, Afganistan'da bulsun ya ki başka nurgun devletler. Fakat bu fakat uruş sebebidir emas. Nurgun devletlerde hiç kandak uruş yok haletdi mu? O yerden puhtarlarının ki dünyanın cay-caylarda selsen sergender bulup yürügünü bilimiz biz. Demek bu vatanını bir güllengen bir vatan kılıp kurup çıkış ondak asan emas. Ondak olsa qarab baqadigan bo'lsak biz nimaninki World Happiness Report deb bir nimba dunyo baxt doklati bu har yili shu har qaysi davlatlarninki baxt darajasi bo'yicha tizib chiqadi. Endi bunun ichida eng baxtli va eng baxtsiz davlatlarga bir qarab baqsak, masalan, bu eng baxtli davlat buningda hamda tizgan vaqtda ular nimani o'lcham qildi degan vaqtda basi bu davlatning iqtisodiy albatta. Lekin ham iqtisod bo'lgan bilan bo'lmaydi. Cho'qim u davlatda paravallik bo'lishi kerak. Mayli uning sog'lomlik ahamiyat bergan bo'lishi kerak. U davlatda erkinlik yetarli bo'lishi kerak. Mayli media erkinligi bo'lsin yoki boshqa erkinliklar bo'lsin. Er ayollarning barobarligi bo'lsin. Andan keyin mardlik, ya'ni boshqa tashkilotlarga bo'lgan yordamlar, iqtisodiy yordamlar. Onun için bu devletlerde çiriklik bağımı yok. Yani kandak müşularını ölçem kılıp durup bu devletlerin baxtlik derecesi sızga vaktimizde biz köygen vakitte asasen Şimali Avrupa'daki devletler mesela köygen onlardaki Finlandiya, mesela Daniya, Şveysariya degendek, İslandiya degendek devletlerinin bir şey tızılgınlığını görürüz. Anadaki Asya'daki ya komsa Afrika'daki nurgun devletlerindeki en keyini de dereceli tızılgınlığını görürüz. Onda biz müşü devletler kandak nimişke müşü en baktik devletler derecesi tızılgan degen narsa biz kallımızda oylandırdı elbette. Ben bunu pen texnika arkalık zaten münasibeti var mı degenini bir izlenip gördüm. Şunun için ben şu bir yerde ben ya misal göstergenim hem diyeyim. Nimi degen vaktimizde her qaysi devletlerninki kişi bir şeyin nakıl kılgıl bulduğun penge ait makalı sani. Demek ki nakıl bu bir makal elan kılınsız olmaydı pen teknik sahasında. O makale başkalar tarafından faydalanışı gerek. Yani nakıl elinişi gerek. Onlar diye vakit boğanda lekin bu makalın hakiki kıymeti var diyen gap. Mesela Xitayda nurgun makale elan kılındı lekin ular faydalanılması mümkün. Sancıat köp olsun lekin süpet yeterlik olması mümkün. Ama azim yerde nakıl kılgılı bulduğun deyiş atılık bu makallarınki süpetini köstüdü. Lakin kişi bir şeyga degan ölçemni qo'llanishning sababi nima degan vaqtimizda cho'ng davlatlar mesela Amerika odam sonidan ait ko'p, shundaqmi? Albatta fan texnikadan ait kuchli, ait ko'p maqolalar e'lon qilishi mumkin. Lekin buni kishi bir şeyga deb ekanmagan vaqtimizda u davlatdagi sapa, fan texnik sapasini ko'rsatib bergili bo'lmaydi. Kishi bir şeyga taqsimlagan vaqtimizda lekin gerçi kichik davlat bo'lsa-mu, shu kichik davlatda qanchalik pen texnikinin qanchalik umumlashganligi, u davlatda pen texnik qanchalik ahamiyat berilganligi, anaki kishilarning umum sapasining qanchalik yuqoriligini ko'rsatib berdi. Shunday degan vaqtimizda mesela bu nima qarasak, mesela 10 davlatdan ichida Amerika yo'q, buni hamda xato tushunib qolmanglar. Bu faqat shu kishi bir şeyga naql qilish orqali pen texnikining taraqqiyotining zishtligini ko'rsatdi deb tushunsak bo'ladi. Endi selishtirsak, abyon biz ko'rsatgan 10 baxtli davlat bilan hozirgi 10 baxtli ma'un en aldidagi tizilgan 10 davlatni selishtirsak, naytimi zo'r o'xshashlikni bayqaymiz. Bu men o'zimni cho'chib ketdim. Lekin albatta bu mutlaq emas. Chunki bu 10 ning ichida bu 10 davlatni hammasi deyarli emas. Masalan, Avstraliya yuqori o'rin bo'lgan bilan masalan, u necha, uni ko'p keyinda emas. Demak, selishtirsak, asosan degandek, fan texnikasining taraqqiyotini aytdi. Yaxshi bo'lgan, zishtligini aytib yuqori bo'lgan davlatlarning eng baxtli davlatlar qatoriga tizganligini his qilamiz. Shu nuqtadan biz bir davlatga nisbatan fan texnikaning taraqqiyotininki qanchalik muhimligini his qila olamiz deb o'ylaymiz. Anda xosum men qisqachami shu hozirgi fan texnik yuzinishni qarindoshlar bilan o'rtoqlashsam, bilganimizdek texnik inqilobi eng muhim 4 inqilob jarayonini 5 yildan o'tkazdi. San'at inqilobini hammalar bilamiz Angliyadan boshlangan. Undan keyin texnik inqilobi bo'ldi, mashinlashish degandek. Undan keyin fan inqilobi, ya'ni shu raqamlashish, masalan bizning kompyuter deymiz keyin o'ttirga chiqqan shu elektronlik uskunlar raqamlashgandan keyin bu bir cho'ng inqilob bo'ldi. Bundan keyin internet shakllangandan keyin biz hozir buni 3-davr, ya'ni 4-inqilob davri, 3-davrida yashaymiz bu hozir. Demak, shunday bir jarayon. Endi eng cho'ng
tadqiqot yuzlanishi nima degan vaqtimizda abi men qisqacha deb o'tganimdek sun'iy aql hozirgi eng muhim temalardan birisi. Bu yana bir nəhayət çoğ inqilab, xuddi bir internet bizga nəhayət bir çoğ inqilabni ya'ni bir o'zgarishni elib kelgandek bu sun'iy aqlmi yana bizga nəhayət çoğ bir o'zgarishni elib kelishi mumkin. Bu faqat bir ma'lum narsalarni tarjima qilib berish yoki yozgan asarlarimizni takrorlab berishdak oddiy ish emas amaliyotda. Bu sun'iy aql bizning hamma sohaga taqishidi. Ya'ni mayli davolash bo'lsin, dorigarlik bo'lsin, nurg'un iqtisod bo'lsin. Masalan, shu iqtisodiy modellarni loyihalash degandek. Endi sun'iy aql tarafda ishlash yoki shu tarafda taraqqiy qilish uchun qaysi kasblarni o'rgansa bo'ladi degan vaqtimizda matematika, ana albatta son ilmi deymiz, uchur ilmi, biologiya, hatto injenerlik degandek shu sohalarni har tarafda o'qigandan keyin sun'iy aql tarafda taraqqiy qiladi. Buningdagi asosiy maqsad nima degan vaqtimizda mashinaning o'rganishi bilan masalani hal qilish. Buningdagi nurg'un biz hal qilishga tegishli masalalarni mashinaning o'rgangan sun'iy aql bilan hal qilamiz. Adisi hazır tercüme qilish nurg'un narsani tercüme qilishniki ajit qolmadi-da shu. Terjümanlar asosida ishning bu ishni qilishi mumkin. Bu faqat oddiy bir misol. Buningdagi yana bir muhim yuzlanish nima degan vaqtimizda yengildigan energiya. Endi biz bilamiz yer sharininki isishi va muhitning bulg'unishi biz bu insoniyat 100 kilovatgan eng cho'ng ikki masalaning birisi. Bu ikki masalani hal qilish bizning oldimizdagi bu fan texnikani to'g'ri yo'lga ishlatishdiki eng muhim ikki narsa deb qarash, ikki masala deb qarashga bo'ladi. Buningda yengildigan energiyaning ishlanishi shu masalani hal qilishdiki bir chora. Chunki yer sharining isishiga ko'p sonda biz yiqilg'i bo'lgan yiqilg'ularni ishlatish, masalan, neft bo'lsin, tabiiy gaz bo'lsin degandek shundaq yiqildigan energiyalarni ko'ydirish orqali biz yer sharidagi karbon dioksid miqdorini oshirib bizningki yer sharining klimatining isishini keltirib chiqadi. Buni qaytarib kelishga nəhayət uzun jarayon ketadi. Lekin biz energiya ishlatgan vaqtimizda yangi energiya bu yeni energiya deyə vaxtımız məsələn quyosh energiyasını deyələrimiz, shamol energiyası deyimiz, to'lqin energiyasi deyimiz degandek nurg'un shundaq energiyalar asta-asta shu yiqilg'i energiyasining o'rnini elishi kerak. Hamda bu sohada ishlash uchun qaysi talablarda, qaysi ilmlarda o'rgansak bo'ladi degan vaqtimizda masalan fizika, ximiya, ekologiya, injenerlik, geologiya, ximiya, havo ilmi degan shu ilmlarning hammasini o'rgangan vaqtimizda shu yengildigan energiya talabda davomli tadqiqot qilish yoki shu talabda shug'ullanish imkoniyatimiz bo'ldi. Undan keyingi yana bir eng muhim tadqiqot yo'nalishi degan vaqtimizda biz gen injenerligini o'tirib qo'ya olamiz. Biz oldingi asrni fizika asri deb atagan, chunki nurg'un cho'ng bayqashlar, masalan fan texnikadagi shu uchur ilmi dedik, abiyam shu yangiliklarning ko'p sonlisi shu fizik ilmininki taraqqiyoti bilan bo'ldi. Oldingi asrimiz asosan fizik ilmi bo'ldi. Lekin ko'p sondagi olimlar birdek mushu asrni biologiya asri deb atashni xohlaydi. Chunki bu endi bizda biologiyadagi nurg'un biologiya degan vaqtimiz nihoyat keng doiraga taqishida albatta sog'lomliklar emas, balkim nurg'un sohalarga taqishidi. Endi buning ichida biologiyada masalan gen injenerligi orqali masalan nurg'un jamiyatimizga nurg'un sohalarda o'zgarishlarni olib kelgan bo'ladi. Qısqacha misolga olsak, masalan, yer egilikda, masalan, balkim anlagan bo'lishinglar mumkin, biologiyalik yiqilg'u. Masalan, biologiyalik yiqilg'u degan bu bir yengildigan energiya sohasiga kiradi. Hamda shuning gen o'zgarishi orqali uningki shu ziraatninki yiqilg'u bo'lgan biologiyalik materialninki o'sishini tezletish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni biz masalan materiallar, biologiyalik materiallar deymiz. Gen o'zgartish orqali materiallarninki masalan qattiqligi yoki yumshoqligi yoki bo'lmasa chidamchanligi degandek nurg'un xususiyatlarni, fizikal xususiyatlarni o'zgartish imkoniyati bo'ldi. Demak, bu nihoyat muhim bir tadqiqot yo'nalishi deyishga bo'ladi. Albatta undan boshqa yana nurg'un tarmoq yo'nalishlar bor. Masalan, uch bo'shliq bosmachilik deymiz. Masalan, hozir dronlar cho'ng taraqqiy qilib ketdi. To'rlashgan narsalar, ya'ni hamma narsaning o'zaro to'rlashishi, ana keyin albatta yangi materiallar har vaqt bir muhim tadqiqot yo'nalishi bo'lib qoladi. Undan keyin sun'iy a'zolar, chunki bu albatta bizningki ehtiyojimiz tufaylidan bo'ladi.
Endi men tadqiqot yig'ishim kelgan vaqtimizda yerim o'tkazish materiali balkim sizlar bilishinglar mumkin Krimniy jilg'isi deb Amerikada eng chong tadqiqot fan tadqiqot nihoyatda zich joylashgan eng chong shirkatlar masalan Intel deymiz, IBM degandek shirkatlar San Francisco'niki shu Krimniy Silicon Valley deydi, shu yerga joylashgan. Bu ham bekat Silicon Valley deb atab qolmagan, chunki silikon amaliyotda krimniy material bu yerim o'tkazgich materiallarninki asosiy. Hamda yerim o'tkazgich materiallari shu asosiy elektrollik materiallarninki asosiy desak bo'ldi. Hamda biz organik yerim o'tkazgich materiallarni tadqiq qilamiz. Buningda asosiy maqsadimiz shu yerim silikondek inorganik yerim o'tkazgich materiallarning o'rnini organik yerim o'tkazgich materiallar bilan ba'zi nurg'un ishlatilishlarni uning o'rniga dasitish. Hamda nima ish kerak vaqtimizda buni kimyalik usul orqali organik yerim o'tkazgich materiallarninki xususiyatlaridan ko'p o'zgartishga bo'ladi. Shunga bizda ko'p tanlash bo'ladi. Bu kimyalik o'zgartish orqali ularning fizikal xususiyatlarini o'zimizning ehtiyojiga qarab o'zgartiramiz. Masalan, misolda miyada qarsak, masalan, bu organik yerim o'tkazgich materiallardaki kimyo qilgan qarindoshlarimiz yaxshi biladi. Ba'zi kimyalik qurilmasini o'zgartirish orqali uningki nur chiqarish xususiyatini masalan o'xshamagan ranglarni chiqaradigan holatga akagil bo'ladi. Bu hamda hozir bu organik yerim o'tkazgichlarningki masalan telefonlarda asosan umumlashdi. Masalan, ekranlarda OLED deb anlagan bo'lishinglar mumkin. Shu OLED amaliyotda organic light emitting diode, uningda shu organik yerim o'tkazgich material qo'llanilgan. Bu organik yerim o'tkazgich materiallar orqali biz chunki u kimyalik materiallar bo'lganligi uchun uni suyuqlikdan bartaraf qilib bo'ladi. Suyuqlikdan bartaraf qilib bo'ldi degan gap uni biz besib chiqara olamiz. Ya'ni besib chiqarish texnikasiga moslashtirib bo'ldi. Demak, unda bo'lganda biz elektrollik uskunlarni besib chiqarish orqali ne qiladi? Bu nayt energiya tejaydi. Ya'ni biz tanarqinayt to'van bo'ladi bu. Ikkinchi alayligi. Undan boshqa bu albatta yenik, chunki buni o'xshamagan plastik yoki qog'oz nimalarning ustiga qilib bo'ladi. Ana ularda elastik bo'ladi. Bu albatta bizning ishlatishimizni qulaylashtiradi. Albatta cho'ng dairadagi ekranlarga qilish imkoniyati bo'ladi. Bunun içinde bir nayt qısqacha desem bir o'tkazgich, ya'ni mushu hozirgi markaziy kontrollovchi kompyuterning bo'lsa mayli telefonlarningki eng asosiy qurilmasi shu o'tkazgich markaz nimadan o'tkazgichdan kelgan. Ya'ni 1-0 deb anglagan bo'lishinglar mumkin. Mushtaq o'zgartish, ya'ni bir o'tkazgich orqali kontrol qilindi. Shunga ma'lum markaziy kontrollovchining ichida milliardlarcha mushtaq o'tkazgichni tarkib topgan. Masalan, yapılaq ekranlar bo'lsa, har bir kichik nayt mikro piksel deymiz. Ashning har birisini bir o'tkazgich kontrol qilib turdi. Biz hozir tadqiq qilayotgan bir mazmunni o'tirib qo'ysam, bu nur chiqadigan o'tkazgich deymiz. Buningdagi asosiy maqsadimiz ham o'tkazgichli xususiyatga, ham nur chiqarish xususiyatiga ega bo'lgan shunday bir materiallarni o'tirib qo'yish. Buni misol edishim bu yerda bu maqolani buni biz Uyg'ur doktorlashlik qilinishimiz bilan birga ishlab qilgan, o'tirib qo'ygan. Hamda hozir bundan keyin shu nur chiqaradigan o'tkazgich orqali biz to'xta qo'zg'aladigan elastik lazer tadqiqotini qilmoqchimiz, qilyapmiz. Undan boshqa bu organik materiallar biologiyalik sistemaga oid mos kelganligi uchun buniki bio sezgi deymiz, biosensor hamda biosensor. Shunga mos keladigan masalan organik elektrokimiyalik o'tkazgich degandek shundaq sohalarda tadqiqot olib beryapmiz. Hamda demak ben yig'inchoqlasam men bizsi fan texnika ham taraqqiyoti gullangan bir davlat barpo qilishning asosiy ma'uni hamda IBM o'xshamagan eng baxtli devlet deb selishtirilgan devlet bilan fan texnik taraqqiyotininki zichligi yuqori o'rin devletlarni selishtirish orqali o'tirib qo'ydim. Demak, biz ham qisqa va o'rta mezgillik strategiya bilan ben bu uzun mezgillik strategiyasiga ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni demakchi o'g'limiz bizning o'zimiz va keyingi avlodlarimizdan turkumlab fan texnik xodimlari yetishib chiqishi kerak. Balkim deyishinglar mumkin, biz hozir oldimizdagi jiddiy, ya'ni bir uyimizga o't ketib olsa hamda o'tni o'chirishning amalini qilmay, boshqa ishlar bilan shug'ullanib ketsak yoki qish tashlarni akab uyni qayta selishni plan qilsak bo'ladi deb. Lekin menimcha hammani tan qig'ili bo'ladi, tan appag'il bo'lib nima ish kerak vaqtimizda fan texnika bir iqtisodga nihoyatda cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Shu
pan texnik taraqqiyot naiti yüksek bo'lgan davlatlarningki iqtisodining naiti kuchli ekanligini bilalaymiz. Demakchi, bizda pan texnik taraqqiy qilganda bizda nurg'un qarindoshlarimiz deydi, iqtisod masalasi. Har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsa, uningda iqtisod masalasini o'tirib qo'yamiz. Tamam. Demak, endi albatta tijorat orqali iqtisodni yaxshi, bu tijorat bir iqtisodni barliqqa keltirishning bir yo'li. Lekin pan texnika orqali, ya'ni yangi materiallarni o'tirib qo'yish orqali biz iqtisodimizningki yuksalishini, o'zimizning, ya'ni milliy iqtisodimizningki ilgari surishiga kapalat qilish ehtimoli bor. Endi bunda bu deganlik, endi iqtisodimizni yaxshilasak, biz o'zimizning ob'em qisqa va o'tir mazgillik strategiyasiga to'kib qo'sha olamiz. Bu faqat uzundagi tushish uchun ham nima qilganimda o'y emas demoqchiman. Shunga bu mazmunni o'tirib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Yana bir narsa aniq qo'shib qo'ysam vaqtim borki, masalan, abiyam biz qaysi davlatlarningki baxtli davlatlarningki nemisini ko'rgan vaqtimizda Finlandiyani nurg'un qitim eng baxtli davlatlarningki eng oldiga tizilgan necha yillardan buyon Finlandiya shundaq taraqqiy qilgan bir davlat endi. Men ba'zida Uyg'ur jamiyatini tushunish uchun, jamoatni bilish uchun Facebook'ga ancha-muncha qarab qo'yman. Shu vaqtda men bir qarindishimizningki, Turkiyadagi yangi hokimiyatningki har qaysi ministerlarni chiqarib qilgan xabarni ko'rdim. Uni qarasam faqat bir ayol ministr bor ekanda. Shuning bilan men shu bir uchur javob yozdim. Bir davlatga nisbatan, Turkiyadagi mushtaq bir kuchli davlatga nisbatan menimcha shu boshqa ministerlik vazifasini ustiga ola oladigan ayollar nihoyat ko'p. Faqat bir ayol ministerning bo'lishi bu davlat uchun bir nomus deb shuni yozib qo'ysam, lekin menga javob qaytargan qarindishimiz, siz berib o'zingizning ayolingizni boshliq qilib eding, ayollar boshliq bo'lgan davlat zavolliqqa yuz tutdi deb ashunaq javob qaytaribdi. Undan keyin men Finlandiyaningki davlat qurilmasini shu yerga o'tirib qo'ydim, chunki Finlandiya azizlarga qarab baqsanglar, oldingi hokimiyatda Finlandiya davlatida ayol ministerlarning soni erlarning sonidan ko'p. Ko'p sonliqi ayol ministerlar. Shunga biz bu yilgi ayol qerin bizda, chunki biz necha qayta deyildi, bizning kuchimiz ham ayol xonim qizlarimiz bilan ham qarindoshlarimizning tang tirishchanligi bilan amalga oshadi. Shunga shu nuqtani qayta ta'kidlab unutib qolibman demoqchi edim. Qayta ta'kidlab qo'yaman. Hamma vaqtni ko'p rahmat. Judy. Hech kim savol yo'q qolmas. Hozir olmaylar. Amandoq, endi 15 ta tomoq vaqti keldi. Endi ixtiyor, men siz boshqasiz. Unda qolsa, biz savolga javob berish haqqimizdan voz kechdik, chunki sizlarningki 15 minut vaqtingizni ziyoda oldik. Asli sizlarningki tanaffus vaqtingiz hozir 12:15 da tomoqqa chiqishimiz kerakdi. Shuna bu yerda bir narsani eskartib qo'ysam, tomoqqa bilet olib boramiz, biletni sirtda bolalar taqib beradi. Uni tomoq olgan vaqtda shu yerdagilarga bersak, bizga tomoq beradi. Ondan keyin yana biri degan jiq odam kelmagan bo'lg'achqa demagan, tunugun degan, lekin yana bir qatim desam, sirtda kitoblar quyuq-quyuqliq, o kitoblardan har bir kishi birdan elib olaydi, sovg'at sifatida. Ko'plak olimlar deganlar bir kitobni 100 TL'dan sotib olsa bo'ldi. Ko'p rahmat hamma qatnashib berganlar uchun, savrchanlik bilan o'tirib anglaganlar uchun. Burhan doktor bizga tomoqningki qanday oldiganligimiz haqida biroz tushuncha berdi. Assalomu alaykum qarindoshlar. To'lagan